Tutgan bo'lsam, yigitlar mana bu slaydlar qolib ketdi, anaqalar. Kommentlar. Hammaga assalomu alaykum. Plus bosib yuboringlar, ko'rinayotgan bo'lsam, eshitilayotgan bo'lsam. Xudo xolasa boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Tak, yaxshi pluslar ketdi. Xo'p, demak, boshlaymiz. Master-klass 2-kun bizda bugun sizlar bilan birgalikda asosiy masalalar bo'lib o'tadi. Ya'ni bugun sizlar bilan dangasalikni qanday qilib yengishni Xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Undan tashqari bizda yana sovg'alar bor, taqdimot bor. Qisqasi juda ham ko'p mavzular bugun. Xudo xolasa ish ko'p, ruchkalarni tayyorlaylar, meylarni tayyorlaylar, bloknotlarni tayyorlaylar yoki daftarlarni. Xudo xolasa boshlaymiz. Xo'p, demak, kechagi darslarni bir marta ko'rib chiqadigan bo'lsak, slayd topib chiqinglar. Bugun dangasalik va prokrastinatsiyani yengib maqsadga erishish haqida gaplashamiz. 2-kun miya sirlari. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan birgalikda dangasalik haqida hamma narsani ko'rib chiqamiz. Endi kecha o'tgan darslarimizdan kim eng kuchli insaytlarni oldi? Bir marta eslab o'taylik. Kimda qanaqadir fikr bo'lgan bo'lishi mumkin, pram chatlarga yozishingiz mumkin. Kimdir nimadir ishlatgan bo'lishi mumkin bugun kechagi darslardan. Kecha o'z nimani o'tdik? Diqqat qanday ishlaydi? Time blockingni o'tdik. Qanday qilib diqqatni kuchaytirish mumkinligini tushuntirdim. Diqqatni chalg'ituvchi narsalarni tushuntirdim. Diqqat qanaqa ishlashini tushuntirdim, biologiyasini. Qisqa qilib aytganda diqqat haqida deyarli hamma narsani ko'rib chiqdik. Eng zo'r insaytlar mana bugun kun bo'yi o'ylagandirsizlar yoki nimadir yordam bergandir bugun sizlarga, men bilmayman. Hammaga assalomu alaykum. Xo'p. Olma mashq qildim. 4-4-2 yoqdi, 4-4-8 yoqdi. Diqqatni saqlash chalg'imasdan. Xo'p, diqqat shulti testi yoqdi. Varoqqa chizish yoqdi kimdir time blocking olgan, qog'oz texnikasidan foydalanibdi kimdir va hokazo. Qisqa qilib aytganda kecha diqqat bilan ko'rib chiqdik. Diqqat bilan qanday qilib ishlanadi, qanday qilib rivojlantiriladi va kecha o'rgangan narsalarimizni Xudo xolisi ko'rdik. Endi kechagi o'zingizga bergan va'dangiz esingizdami? Kecha biz sizlar bilan gaplashdik. 3 kun mobaynida o'zingizga vaqt ajrating haqida gaplashdik. Agar va'da esingizda bo'lsa, pluslarni qoldirishingiz mumkin. Men davom etaman. Bugun 2-kun, bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Birinchi o'rinda dangasalik va prokrastinatsiya farqi nimadaligini aytib beraman. Prokrastinatsiya bu dangasalikning bitta turi. Juda ham yomon turi. Eng katta muammo shu o'zi asli olganda. Hamma yo'nalishlarni olsangiz farqi yo'q. IT dan tortib biznes qurishgacha hammasida prokrastinatsiya eng katta muammo bo'ladi. Shuni ko'rib chiqamiz. Nima uchun dangasalik, prokrastinatsiya kelib chiqishini aytib beraman sizlarga. Qanday qilib perfeksionizm, xatolardan qutulish mumkinligini aytib beraman. Prokrastinatsiyani qaysi turiga kirishingizni bugun bilib olasiz. Men sizlarga kichkina test beraman. Tushunib olasizlar o'zingiz uchun. Tak, og'zaki aytib o'taman. Ha, demak, men mana bu turda ekanman. Har bitta odam qaysidir tur prokrastinatorga bo'linadi. Dangasalikni yengish uchun amaliy texnikalarni beraman. Qanday qilib fikrlashni o'zgartirish orqali dangasalikni yengish mumkinligini aytib beraman. Yangi supermiyani taqdimoti bo'ladi bugun, Xudo xohlasa. Va sovg'alar. Ko'plab juda ko'p sovg'alar. Xo'p, 3-kunda biz sizlar bilan birgalikda xotirani kuchaytirish 10 barobar, 50 barobar farqi yo'q, shug'ullanishingizga bog'liq. Kitobdagi ma'lumotlarni eslab qolish, xorijiy so'zlarni mnemonika orqali eslab qolish va mehmon spiker bor. Xudo xolasa ertaga. Demak, boshlaymiz. Endi tashkiliy momentda 30 soniya farq, jonli efir to'xtatish mumkin emas, xudo xolasa zapis bo'lmaydi. Moderatorlar chat nazorat qilishadi, bir-bilan urushmaydi. Davomiylik taxminan 2,5 soat. 3 soat atrofida bo'ladi. Instagramda belgilashingiz mumkin. Kamida like bosib qo'yaman, xudo xolasa kirib, yo'qsa o'zimni storieslarimda belgilab chiqaman. Xo'p, demak, endi jonli efir oxirigacha o'tirganlarga sovg'a bor. Maxsus video darslik va qo'llanma bo'ladi. Maqsad qo'yish sirlari degan video darslik beramiz va mana bunaqa chiroyli qo'llanmani o'zingiz uchun chiqarib olsanglar bo'ladi. Kecha olganlar bor, bugun ham olsanglar bo'ladi. Farqi yo'q. Oxirigacha eshitib tinglab o'tirganlarga hammasiga ber. Endi meni birinchi marta ko'rayotganlar, iltimos, kecha kira olmaganlar, bir bosib yuborsanglar, men kimsiz o'zingizni ozgina tanishtirib o'ting deydiganlar, men qisqa qilib o'zim tanishtirib o'taman, xudo xohlasa, va sekin boshlaymiz. Sovg'a ko'p bugun, realni, ish ham ko'p. Просто tak meni eshitgani kirgan bo'lsanglar, undan ko'ra bor serial ko'rganinglar yaxshi. Bugun men sizlarni konkret nagruziat qilaman. Bugun ishinglar ko'p bo'ladi. Bir bosib yuborsanglar, mana birla ketdi. Men o'zim tez tanishtirib o'tiraman. Xo'p, ismim Davronbek, familiyam Turdiyev, yoshim 34 da. Supermiya loyihasining asoschisiman. Bugun bitta bayramimiz bor bizning. Men sizlarga keyin oxirida tushunib olasizlar qanaqa bayram haqida gapirayotganimni. Bu kursim taqdimoti emas, o'zi kurs taqdimoti doim bayram men uchun, lekin bugungisi boshqacha. Realni. Oxirgi 5 yilda
46 mingtadan ko'p inson menda o'qidi, onlayn kurslarim, turli xil kurslarimda. 8 yildan ortiq men dars berib kelyapman. Maktabda ham ishlaganman, o'qituvchiman. Meni kasbim o'zi o'qituvchi tagi. 3 ta kitob muallifiman, 3 ta kitob yozganman shu paytgacha. O'zi 4 ta desam ham bo'ladi, bittasi kichkinaligi, bu qo'shganim yo'q. 12 yildan buyon men eslab qolish bilan professional shug'ullanaman. Men musobaqalarga boraman, chempionlarni tayinlayman. Bugun tanishtiraman shogirdlarim bilan ham. O'zbekiston Milliy sport federatsiyasi rahbari, asoschisi hamda prezidentiman hozirgi kunda. Qanday qilib eslab qolish bilan shug'ullanishni boshlaganman? Universitetda o'qiganman 11-15-yillarda. Pedagogika fakulteti, men shu kali yigitmanman. Va bu menga eslab qolish juda ham kerak bo'lgan. Men darsda chiqib javob bera olmasdim. Qiynalardim, eslab qola olmasdim va o'zimni xotiramni rivojlantirishni boshlaganman. Oqibatda bu narsa juda ham kengayib ketdi. Shu paytlar shug'ullanib yurardim. Tam biznes qildim, bu qildim, o'xshamadi, lekin baribir eslab qolish bilan shug'ullanib ketaverdim dalshi. 2013-yilda boshlagan bo'lsam, 18-yilda Rossiya rekordini o'rnatganman. Meni taklif qilishgan prям nasib bo'lgan bu, shuna peshonamga yozilgan ekan. Men rosa mehnat qilib turgan paytimda shunaqa imkoniyat paydo bo'lib qolgan. Ya'ni omad mehnat qilgan insonga keladigan shu narsa bo'lsa kerak. Haqiqatan ham bordim, rekordni o'rnatdim, juda ham qiyin narsani bajarganman, amalga oshirgan. Videoni kim ko'rdi? Men deb yozinglar, kim ko'rdi? Videoni tashlab berdim men sizlarga. Videoni tashlab men deb yozinglar, kim Rossiya rekordini ko'rdi? Men deb yozinglar. Juda ham katta mehnat qilingan o'tdi. 3250 ta raqamni men eslab qolganman. Tasavvur qilasizmi? Men o'zim ham hozir o'ylayman-da, deyman o'sha paytda qiyin bo'lgan. Mana, ko'rganlar bo'lsanglar, rahmat katta. O'sha yerga borganman, ko'rsatib qo'yganman. Ha, demak, biz ham, o'zbeklar ham, o'zbekistonliklar ham bu narsani qila olamiz. Faqatgina urush yoki tam uy qurishi bilamiz xolos emas, yo miyamiz ishlaydi degan narsani men ko'rsatib qo'yganman va Rossiya rekordini o'rnatganman. Xo'p, demak, undan keyin men taklif qilishgan bitta joyga Kirill degan yigit bilan tanishib qolganman, aytganki, "Ke degan zo'r narsani qilar ekansan, sen bizga trening o'tib ber, bir kunlik dars o'tib ber" degan. Polni samolyotda bunim to'lib berganda, faqat degan kelganingda narxini rahbariyat bilan gaplashamiz degan. Borganman. Rahbariyatga oldiga kirishimdan oldin u menga aytganki, "Davron degan, uyalmasdan narxingni aytavergin. Nech pul bo'ladi trening bir kunlik etishi?" Nimaga? Chunki sendan oldin ham spikerlar keladi, sendan keyin ham keladi. Bu yerga ko'p odam keladi. Bankda pul ko'p. Men keyin o'zimcha o'ylaganman-da, tak 5000 deganman. 19-yilda 5000 deganman. Bir kunlik darsga 5000 berishga. Bo'ldi deyishganda, shu $5000 to'lashga xursandman, hayronman. $5000 men bu narsani amalga oshirish shu darajada qadrlimikin meni mehnatim deb men shunda hayron qolganman. Mana shu trening o'tayotgan paytim va undan keyin men qaytganmanki, tushunganman, ha, demak, men odamlarga dars o'ta olaman, men odamlarga mana shu eslab qolishni o'rgata olaman. Bu narsa qiziq odamlarga. Keyin pandemiya bo'ldi, hammamiz bildik bu narsani, karantin bo'lib qoldi va karantin oqibatida nima bo'ldi? Hamma joy yopilib ketdi. Hamma joy yopilib ketdi, lekin aynan shu payt meni videoyim chiqdi, rekord bilan 5 millionta prosmotr bo'ldi. Kunuz chaqirdi bizni intervyuga, boshqa kanallar chaqirish boshladi. O'tga chiqdim, hamma joyga chiqib tashladim-da. O'quv markazim yopilgani hisobiga men onlayn darsliklar qilish boshladim. Aynan shu onlayn darsliklarda 46 mingta odam shu paytgacha o'qidi. Va mana bunaqa ko'rinishda edi darsliklarim. Mana shu birinchisini ko'rgan bo'lsanglar kerak, birinchi pastda turganim eng birinchi onlayn darsligim bo'ladi. Dальше shu sekin takomillashib rivojlanib bordi. Hozirgi kunda biz уже natijaga ishlaymiz, ya'ni odamlarga meni asosiy niyatim natija berish. Kecha aytganimdek, natija. Men o'quvchilarim, misol uchun bitta gruppani oladigan bo'lsangiz, kim dars qildi, kim bajardi, kim bajarmadi, kimga o'xshayapti, kimga o'xshamayapti, qanaqa vazifalarni topshirmayaptimi, hamma narsani polностью ko'rib, asosiy niyat natija. Ya'ni bitta narsani tushunib olishinglar kerak, o'zinglar uchun yaxshilab tushunib olinglar. Asosiy maqsad natija deb yozinglar chatga tushunarli bo'lsin. Bugun mendan bilim olmanglar, men sizlarga bilim bermayman, kerak emas. Mendan bilim olmanglar. Mendan natija olsanglar, shuni o'zi bas. Ya'ni hozir men sizlarga aytaman-da, bilim bilan natijani orasida katta farq bor-da. Bugun tushuntirib beraman shu narsani. Shuning uchun natija olishga harakat qilamiz. Natija, 3 kunda natija. Ertaga ham super xotirani rivojlantirish jarayonida natija. Nima kerak? Katta hajmlarni eslab qolishimiz kerak. Nima kerak? Super kuchli xotira kerak. Bilim kerak emas. Hammamiz bilamiz, juda yaxshi bilamiz. Xo'p, demak, endi bugun dangasalik yengamiz va xudo xolisa sizlar bilan birgalikda intizom shakllantiramiz. Endi savoldan boshlayman har doim. Insonni to'xtovsiz harakatga undovchi narsa nima? Nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga savol. Insonni to'xtovsiz harakatga undovchi narsa nima? Hozir men mamki maqsad deb chiqarib qo'ydim, lekin maqsad masalasini olganda
hozir tushunib olasizlar nima deyotganim. Insonni to'xtovsiz harakatga undovchi narsa nima? Qanaqa narsa borki, bizni to'xtamasdan harakatga undaydi? Ehtiyoj. Motivatsiya, Xudoga shukr, maqsad ham deb yozdinglar-da. Pul deb yozyapsizlar, cho'tka, pul ham bor bu narsaning ichida. Ya'ni bu noto'g'riligi yo'q. Orzu, maqsad, qo'rquv, pul, motivatsiya, kelajak, pul va hokazo. Xo'p, demak, insonni to'xtovsiz harakatga olib keluvchi narsa bu xohish. Xohish, qaranglar. Dangasalikka nima daxli bor bu narsa? Mana kimdir o'tirib, Davron bu narsani men bilaman, dangasalikka nima daxli bor? Okey. Bizda maqsad bor hammamizda. Hammamizda qanaqadir maqsad bor. Maqsadi yo'q inson nimaga o'xshaydi? Maqsadi yo'q inson, men shaxsan o'zim nimaga o'xshataman? Maqsadi yo'q insonni taksiga o'tirdida qayerga borishni bilmaydi. Tasavvur qiling, taksini chaqirdingiz anaqadan, Yandexdan chaqirdingiz. Taksi keldi, o'tirdingizda kartada hech narsa belgilamagansiz yoki mashinani to'xtatdingiz ko'chada, o'tirdingizda taksiga, taksi aytayapti sizlarga. Qayerga borasiz deyapti. Siz bilmaysiz. Jim o'tir, bilmayman deyapsiz. Qayerga olib borasiz? Xuddi shunga o'xshab, agar maqsadingiz bo'lmasa, qayerga borishni bilmasangiz, hech qayerga bormaysiz hech qachon. Prosta joyizda turasiz. Hayot ham xuddi shunaqa. Endi maqsad qo'yish texnikasi bor, SMART bor, bilasizlar. Specific, measurable, ya'ni bu yerda achievable bo'lish kerak, sal boshqacha yozib qo'yilibdi. Relevant va time bound. Ya'ni mana shu 5 ta masalani men sizlarga sal moslashtirib beraman. Screen qilib olinglar обязательно. Buni emas, men buni screen qilasizlar. Qarab turinglar. Yangicha SMART usuli. Maqsad qo'yish jarayonida bunga ko'p to'xtalib o'tmayman, sababi dangasalikka o'tib ketaman. Maqsadni qo'yganingizda qanday maqsad qo'yishingiz kerak? Birinchi o'rinda xohishingizni kuchaytirish uchun. Qarang, slishkim katta maqsad bu psixologiyaga yomon ta'sir qiluvchi narsa. Juda katta maqsad qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, oldingizga tam bir oydan keyin 1 million dollar topaman. O'zi asli zo'rg'a 500 dollar oyga topasiz deylik, lekin bir oydan keyin 1 million dollar topaman. Bunaqa maqsadni qo'yganingizdan keyin miyangiz nima qilishni bilmay qoladi. Va dangasalik qilish boshlaysiz. Mana bu formula bo'yicha, mana bu 5 ta qadam bo'yicha screen qilib olinglar. Qisqa tushuntirib o'taman, ishlatasizlar. Ertaga bugun vazifa beraman oxirida, как раз maqsad qo'yib kelasizlar ertaga, xudo xolisa. Qaranglar, birinchisi ot. Ya'ni ot deganda nima? Nima degan savolga javob bering. Nima xohlayapsiz? Kim nima xohlaydi? Mashina xohlaysizlarmi? O'qishga kirish xohlaysizlarmi? IELTS olish xohlaysizlarmi? Bilmayman. Chempionatga borish xohlaysizlarmi? Biznesingizlarni kengaytirish xohlaysizlarmi? Yangi odamlar ishga olish xohlaysizlarmi? Boshqa ishga borish xohlaysizlarmi? Nima xohlaysizlar? Konkretni nima xohlaysiz? Xohish nimadan iborat? Orzuni aytmayapman, orzu tam osmonlarda uchib, men Bugatti xohlayman, Dubayda uyim bo'ladi, va hokazo. Yo'q, konkretni bu yil oxirigacha nima xohlaysiz? Bu bir. Ikkinchisi son. Nechta xohlaysiz? Nech pullikni xohlaysiz? Ya'ni, misol uchun, sizda mashina xohishi bor. Mashinani maqsad qilgansiz. Okey, nech pullik mashina? 10 minglik mashinami? 5 minglik mashinami? 50 minglik mashinami? 500 minglik mashinami? 300 minglik mashinami? Qanaqa mashina? Mana shu narsani aniqlang. Misol uchun men uy xohlayman. Qanaqa uy? Raqamda ifodalab bering. Nech pullik uy? Yoki kreditga olmoqchimisiz, yoki рассрочкаga olmoqchimisiz? Новостройкami, va hokazo. Xo'p, endi keyingi holat maqsad qo'yishda. Fe'l, ya'ni maqsadni qo'yganingizda konkretlashtirishingiz kerak fe'l bilan. Bu nima degani? Misol uchun, kelinglar mana bu yerga maqsad qo'yib ketamiz, как раз. Qarab turinglar. Men dangasalikni yengishdan oldin men sizlarga maqsad qo'yish primerni formulasini ko'rsatib beraman. Smartda ozgina o'zgartirilganini. Birinchisi ot, ya'ni nima xohlaysiz? Misol uchun mashina, to'g'rimi? Misol uchun mashina xohlayman. Okey, ikkinchisi nech pullik mashina? Deylik 15 ming dollarlik mashina xohlayman. 15 ming dollarlik mashina xohlayman. Endi keyingisi fe'l. Sotib olamanmi, kreditga olamanmi, nima qilmoqchisiz? Fe'l, ya'ni nima qilaman degan savolga javob beradi. Ya'ni sotib olaman. Mana maqsad qo'yish konkret forma, sotib olaman. Dalshi muddat yoki muhlat qachon sotib olasiz? Deylik 2025-yil oktyabr. 2025-yil oktyabr. Keyingisi nima uchun? Nima uchun? Chunki oilamni qayergadir olib boraman. Qayergadir, ya'ni sabab. Bu juda ham kuchli formula. Men xohish haqida bekor gapirmadim. Qaranglar, mana shu formula bo'yicha maqsad qo'yadigan bo'lsanglar,
sizlarning maqsadingiz kuchaytirilib beriladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni nima, nech pulli, nechta, qanday nima qilmoqchisiz? Erishmoqchiman, sotib olmoqchiman, arendaga olmoqchiman, nima qilmoqchisiz? Konkretni nima qilish, ya'ni nima, nechta yoki sonli ifoda, nima qilaman, undan keyin qachon degan savolga javob berasiz. Qachon? Muhlati qanaqa? Men ko'pchilik muhlat qo'yishdan qo'rqadi-da. Men doim aytaman, muhlatni qo'y deyman maqsadda. Muhlatni qo'y desam, odam o'ylanib qoladi. Bilasizlarmi deb o'ylanadi. Muhlat qo'ysang harakat qilishing kerak. Chunki vaqt ketyapti, vaqt. Bu yerda o'tiraverasizlar. Mana oranglarda kim bunaqa inson bormi? Til o'rganaman degan, arab tili, ingliz tili, xitoy tili farqi yo'q. Til o'rganaman degansizlarda yillardan beri cho'zib yuribsizlar. Men deb yozinglar. Uyalmanglar, bu ayb emas, bu liboy insonda bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Mana yillardan beri cho'zib yuribsizlar. Yillardan beri cho'zib yuribsizlar. Yillar o'tib ketdi. 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi, 3 yil o'tdi. Hali ham boshlamadinglar. Prosta cho'zib yuribsizlar. Men deb yozinglar. Prosta cho'zib yuribsizlar, tamom. Mana ketdi. Men. Da потому что muhlat yo'q. Muhlat qo'yish kerak. Muhlat qo'yish kerak. Har safar maqsad qo'ydingizmi, muhlat qo'ying. Endi bitta narsa, biz ma'bud emasmiz, oddiy insonmiz. Masala nimada? Muhlat qo'ygan muhlatimizda planimiz o'xshamasligi mumkin va bu normal holat. Normal, hurmatli masterclass qatnashchilari, mabodo nimagadir erisha olmay qolsangiz, bu normal holat. Hech narsa qilmaydi, ikkinchi martada erishasiz. Bo'p turadi buni qarasiz. Endi va nimaga degan savolni bering o'zingizga обязательно, ya'ni oxirida nimaga? Nima uchun shu mashina sizga kerak? Nima uchun shu mashina sizga kerak? Mana shu nimagani topsangiz, juda ham ko'p muammolaringiz yaligi bo'ladi. Misol uchun, kibr uchun, kim uchundir maqtanish uchun mashina oladigan bo'lsangiz, olmay qo'yavering, oldindan aytaman. Bu rasxod. Rasxod bor, investitsiya bor. Xo'p, endi maqsad qo'yishni mana buni skrin qilib olinglar, yana bir marta ozgina ushlab turaman. Sizlarga juda ham kerak bo'ladi bu. Nima, sonli ifoda, qanday nima qilasiz, muddati qachon va nima uchun. Xo'p, endi maqsadga erishish masalasi. Maqsadga erishishda tushunib olishingiz kerak bo'lgan asosiy narsalar. Mana maqsad o'zi xaritaga o'xshaydi, ya'ni A nuqtadan B nuqtaga borishga o'xshaydi. Mana bu yerga boraman deysizda va maqsad qo'yasiz. Maqsad qo'yganingizdan keyin xohish va harakat bo'ladi. Endi xohish va harakat bilan sizlarga bitta zo'r narsani aytib beraman. Zo'r, mana shu ma'noni chaqib olsanglar, misol uchun meni motivatsiyam ancha oshgan mana shu ma'noni chaqqanimdan keyin sizlarga ham bu narsa menimcha ta'sir qiladi. Qaranglar. Deylik, men tort xohlayapman. Misol uchun men tort xohlayapman. Tort yegim keldi, shirinlik yegim keldi. Va magazin uyimdan tushishim kerak pastga va yo'lni yog'ida. Misol uchun, tasavvur qiling, meni xohishim bor tort olish. Men o'tiribman uyda. Men agar mabodo tort olish xohlasam, men dangasaligimni, boshqa narsalarni turgim kelmaganligi yengib, borib olib kelib choy damlab yeyman. Endi agar ko'chada yomg'ir bo'layotgan bo'lsa va men yomg'irni yomon ko'rsam, men aytaman, yomg'ir yog'yapti, kerak emas tortimdan ko'ra uyda yotaman deyman. Ya'ni meni xohishim, tort yeyish xohishim yomg'irdan kuchli bo'lmayapti. Keyingi holat, yomg'ir yog'yapti, tasavvur qiling, yomg'ir yog'yapti. Lekin meni deylik uyda ayolim bor va u ayol homilador va tort xohlayapti. Voyda tort bir bola deb yotibdi. Iloji yo'q, yomg'ir bo'lsa ham chiqaman. Endi tasavvur qiling, haligi tort sotadigan joy vobshe uzoq. Men bitta qishloqda yashayman-da, shaharga borishim kerak. 40 kilometr joyga kechasi 2. Men nimadir qilib ovutganim yaxshi undan ko'ra ayolim. Bormayman. Agar deylik, agar tort topib kelmasam, ayolim o'lib qoladigan bo'lsa, boraman qayerda bo'lsa ham. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni tushuninglar bitta narsani. Agar mana qilib qoldi yana kommentlar. Agar mabodo nimanidir qilmayotgan bo'lsangiz, demak yetarlicha xohishingiz yo'q. Mana eng asosiy narsa shundan iborat. Tushundinglarmi? Yetarlicha xohish resursi shakllanmagan ichingizda, o'smagan bu. Qayerdandir boshqa joydan kelib qolgan mana shu sizni orzungiz odatda. Agar dangasalik qilayotgan bo'lsa, agar xohlasangiz, odam xohlasa qiladi. Agar mabodo kimdir o'lib qoladi, tort topib kelmasangiz, yomg'irmi, -40mi, ko'chada nimadir bo'lyapti, borasiz kechasi soat necha bo'lishidan qat'iy nazar. Agar mabodo tishingizni men aytaman doim,
tishingiz og'riydi, yurasiz, voydo tishim og'riyapti. Yoki og'riq yo'qligi paytida deylik tishingizda kovay bor yoki nimadir bor, plomba anaqa qilib qolgan, tushib ketganda, siz plomba bilan yuraverasiz. Shu buzuq plomba. Bilasiz, borishingiz kerak stomatologga, lekin bormaysiz. Lekin og'risa, kechasi 3 ta stomatologiyani topib borasiz. Hamma ishlaringizni yig'ishtirasiz. Mana hamma ishim. Men ingliz tiliga vaqt topa olmayman deydigan odamlar ingliz tili kerak bo'lib qolsa, mabodo ishaning kerak bo'lib qolsa, kimdir tepadan kelib, mana shu ingliz tilini o'rgansang, vazir bo'lasan desa, sizga agar davlat ishida ishlasangiz, yer tagidan vaqt topilib kelib qoladi o'zidan o'zi. Ishaning o'zidan o'zi vaqt topiladi. Ya'ni muhim narsaga vaqt topiladi. Mana shu muhimlashtirishni biz tushunib olishimiz kerak, yaxshilab. Endi qarang. Ya'ni 3 ta narsadan iborat maqsad. Maqsad o'zidan iborat, ya'ni plandan, mana shu yerga boraman men. Ikkinchisi, xohish va harakat. Xohishingiz bo'lmasa, harakatingiz bo'lmaydi. Xohishni yo'qotish haqida o'ylashingiz kerak. Agar mabodo kimdir o'tirib 8 soat dars qila olmasa, ishani bitta to'pponchani olib boshingizga qo'yib kimdir otib tashlayman dars qilmasang desangiz, umuman charchamasdan dars qilasiz oxirigacha. Chalg'iysiz ham даже, mana o'tiraverasiz dars qilib. Ya'ni masala nimada? Xohishingiz kuchida. Endi to'siqlar bo'ladi hayotda. Men sizlarga oldindan aytaman, hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli singillar, opalar. To'siqlar juda ko'p bo'ladi. Juda ko'p bo'ladi to'siqlar. Juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi, juda ko'p haligi bo'ladi. Qanaqadir oson yo'l bor degan fikrni boshingizdan olib tashlang. Kerak emas unaqa narsa. Tim bo'li qiyin yo'li o'zi asli qiyin emas ko'p holatda. Bu narsani men mindsetni tushuntirganda bugun tushuntiraman. Endi qarang. Mashinangizni g'ildiragi nima ekanligi haqida gaplashadigan bo'lsak, misol uchun men o'xshatish qilib beraman. Tasavvur qiling, uzoqqa ketyapsizlar qatgadir va sizning g'ildiragingiz bor. G'ildirak chatoq bo'lsa, teshik bo'lsa, bo'lmasa yoki yana qanaqadir muammosi bo'lsa, uzoqqa bora olmaysiz. O'sha g'ildirak bu sizning xohishingiz yoki dangasaligingiz. Ya'ni xohish bu yaxshi g'ildirak, chotki. Dangasalik bu takoy teshik, peshik bir narsa chiqib ketadigan g'ildirak. Endi qarab turinglar. Dangasalik o'zi nima? Dangasalik bu umuman harakat qilish istagingiz yo'qligi. Harakat qilish istagingiz, niyatingiz bo'lmasa, demak siz dangasasiz. Xohlamayapsiz. Qilgim kelmayapti deysiz, qo'li bitta siltaysiz, ketib borasiz. Endi dangasalikning eng yomon bitta turi bor. Hayotingizni zaharlab, butun sizni o'ldiradigan narsa. Ishoning, bundan battar hech narsa yo'q. Eng yomon zararli odat haqida gapiryapman hozir. Prям butun umringizni zolim qiladigan, umringizni kuydirib yuboradigan, yillaringizni yo'q qilib yuboradigan, sizni prям stressga tiqib tashlaydigan bitta odat bor. O'sha nima? Savol sizlarga. Chatga yozamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Prям bitta odat bor. Sindiradi, odamni sindiradi. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, qayerda tug'ilgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, butun umringizni bekorga o'tkazib yuborasiz. Aynan mana shu odatni deb. Bu dangasalikning bir turi. Xudoga shukr. Bu dangasalikning bir turi. Uyqu, telefon, uyqu nima daxli bor uyqu? Qani hamma birdada uyquga. Sevgi debdi kimdir. Prokrastinatsiya, xuddi shunday. Bu prokrastinatsiya. Qarab turinglar. Prokrastinatsiya nima? Prokrastinatsiya dangasalikning takoy bir xitriy turi. Juda ham bir mana dangasa odam nima deydi? Dangasa odam men xohlamayman deydi. Qilgim kelmayapti deydi. Prokrastinator aytadiki, qilaman lekin keyin deydi. Ishlarni keyinga qoldirish umringizdagi eng zararli odat. Shu narsani umringizni oxirigacha tushunib oling. Hozirdan boshlashni o'rganmagunizcha sizning hayotingizda hech narsa o'zgarmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi. Yillardan beri dushanbadan til o'rganishni boshlayapsiz, bilaman. Yillardan beri dushanbadan sport bilan shug'ullanishni boshlayapsiz. Har dushanbada nima bilmayman. Har dushanbadan boshlaysan. Muhim vazifani bajarish kechiktirish, ko'pincha yoqimliroq yoki osonroq ishga berilib ketish prokrastinatsiya deydi. Dushanba yangi yil boshidan, hayitdan keyin men yaqinda Ramazon bo'ldi. Ramazondan keyin sport bilan shug'ullanaman, Ramazonda bir narsa qilaman, hayitdan keyin nimadir qilaman, yana qanaqadir bayram, yangi yilda, yozda, kuzda, qishda, dushanbada hech qachon kelmaydi. Hech qachon kelmaydi u kun. Bu afsona, dushanba bu afsona. Umringlardagi eng katta yolg'on bu dushanba yo'q u kun. Tushunibsizlarmi? Ya'ni bitta narsani tushunib olishingiz kerak, prokrastinatsiya bu kelajakka tashab kelajakka qoldirish. Endi eng muhim farq nimada? Prokrastinator aytadi, vazifani bajarish xohlaydi prokrastinator.
prokrastinator, vazifamni bajarish xohlayman, lekin keyin bajaraman deydi. Keyin qilaman deydi. Dangasa inson aytadi, qiyin kelmayapti deydi. Qiyin kelmayapti deydi. Va mana shu narsaga men sizlarga bitta shaxsiy usulimni o'rgataman. Bugun Xudo xohlasa mindsetga tegishli. Qanday qilib men hamma narsani bittada boshlayman. Meni odatim bor. Cho'zib o'tirmayman, hozir boshlayman. Men til o'rganish kerakmi? Men bugun, misol uchun menga IELTS olish kerak bo'lsa, men hozir boshlardim. Mana bugun boshlardim. Sizlarga master klass o'rgatardim. Bu yoqda shuni chiqib ketardim, nimadir boshlardim. Tam so'z yodlashni boshlardim, ehtimol qaysidir ustozga bog'lanardim, men bilmayman, lekin nimadir qilishni bugun boshlardim. Men hazil aytaman. Odatim shunaqa va shu odatni sizlarda bugun shakllantirishga men harakat qilaman. Zo'r usullarni beraman shu odatni sizlarga. Endi sizlarga savol, sizlar qaysi birisizlar? Prokrastinatormi, ya'ni ish keyinga qoldirasizlarmi yoki dangasamisizlar? Agar ish keyinga qoldiruvchi bo'lsanglar, bir bosinglar. Prosta qilgili kelmayotgan bo'lsa, ikki bosinglar. Qaysi birisizlar? Qaysi birisizlar? Qaysi bir turga kirasizlar? Ish keyinga qoldiruvchimisizlar yoki ishga keyinga qoldiruvchi? Bir, dangasa ikki. Mana 1 2 Xo'p, birla ko'p. Ikkili ham orada chiqib turibdi. No, ko'pincha birla. Ko'ryapsizlar. Bu pogolovni kasallik. Mana pandemiya o'zi mana shu o'zi aslida. Hech qanaqa koronavirus bunga teng kela olmaydi. Hamma odam shunaqa. Yana men sizlarga o'rgatadigan usul rekord darajasigacha ekstremal yuqori natijalarni qayd qilishga menga yordam bergan. Sizlarga beraman bu narsani. Bugun 7 ta usul o'rgataman. 7 ta. Xo'p, endi nima uchun biz ishlarni keyinga qoldiramiz? Bir chekkadan aytib o'taman. Qarab turinglar. Asosiy sababini tushunib olsanglar, nimaga men sababini tushuntirib ketyapman? Sababini tushunib olganingizdan keyin deysizlarda u narsani yengishinglar oson bo'ladi. Prokrastinatsiya kerakli harakatni ataylab kechiktirish bo'ladi. Ya'ni ataylab kechiktirasiz va bu kechiktirish salbiy oqibatlarga olib kelishini tushunib turilganiga qaramasdan bari kechiktiramiz. Ya'ni bilasiz, stomatologga borishingiz kerak. Tishingizda muammo bo'lishi mumkin, bari bormaysiz. Bilasiz, imtihonga tayyorlanish kerak, ertaga IELTS topshiryapsiz yoki prava topshiryapsiz. Hozir o'tirib undan ko'ra tayyorlaning deysiz, baribir qilmaysiz. Prokrastinatsiya mana shunaqa iflos narsa. Juda ham hayotingizni dabdala qiladigan narsa. Endi prokrastinatsiya asosiy sababi vaqt yetishmovchiligi emas. Mana orayli ko'pchilik vaqtni boshqarishni o'rganaman. Men agar vaqtni boshqarishni o'rgansam, meni hayotim o'zgaradi, men bir narsa qilaman. Vaqt yetishmovchiligi yo'q. Bu mif. Iltimos, tushunib olinglar, yozib olinglar o'zingizlar, skrin qilib olinglar mana shu narsani. Vaqt yetishmovchiligi yo'q, bu mif, bu afsona. Vaqt doim bor. Xohish bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Xohish bo'lmaydi. Men tushuntirdim-ku. Misol uchun deylik, siz boshingizga doktorga bora olmayapsiz. Men yaxshi bitta misol tushuntirib beraman. Stomatologga o'xshash misol bu ham. Doktorga bormayapsiz. Ya'ni anchadan beri bormayapsiz, boshqa bo'layapti. Mana bizda bilasizlarmi, o'zbeklarda yotib qolganda doktorga boringlar. Yotdi bo'ldi. Yotib qoldi. Chunki mentalitetimizda prokrastinatorlik bor-da. Qoldiraveramiz. O'zi asli har 2 oyda, 3 oyda yoki har 6 oyda borib tursa, kitobda yozilgandek ortiqcha kasal bo'lmaydi odam. Tishingiz ham butun bo'ladi, hamma narsa yaxshi bo'ladi. Lekin nimagadir oxirga cho'zamiz. Prям taqalganda cho'zamiz. Imtihonni ham prям bir kun oldin uxlamasdan tayyorlanasiz. Qoyil, bu ham bitta talantda o'zi aslida olganda. Ya'ni tushunishingiz kerak, vaqt bor, vaqt topiladi. Siz doktorga bormayapman, vaqtim yo'q, doktorga bormayapman, vaqtim yo'q. Bitta yotib qo'ysangiz, bittada vaqt topiladi. Hamma narsaga vaqt topiladi. Muhim bo'lmagani uchun vaqt topa olmayapsiz, katta ehtimol bilan, yoki siz shunchaki o'zingizni aldayapsiz. Endi bu yerda bitta konsepsiya bor. Men qadriyat va reallik orasidagi farq deyman bu narsani. Niyat va amal bor. Amalda biz hammamiz bilamiz qanaqa bo'lishimiz kerak. Halol, harom, yaxshi, yomon, foydali, befoyda, hamma narsasini bilamiz. Lekin amal qilamizmi? Mana bilasizlar, sport bilan shug'ullanish foydali. Bilasizlar, qaysi ovqat yeyish kerak, qaysi ovqat zararli. Bilasizlar, ichish kerak emas yoki nimadir qilish kerak emas. Lekin qilasizlarmi? Savol shunda. Odatda yo'q. Mana shu narsani qadriyat va reallik orasidagi tafovut deyiladi. Mana shu tafovutning orada dangasalik paydo bo'ladi. Mana real davron, mana hayolimdagi davron. Ya'ni siz hayolingizdagi siz borsiz. Siz hayolingizda qanaqasiz hayolingizda? Siz zo'rsiz, erta turasiz, sport bilan shug'ullanasiz, odamlarga yordam berasiz, asabingiz joyida,
yetarlicha tam bilmadim, kitob o'qiysiz, savob ishlarni qilasiz, uni qilasiz, buni qilasiz. Bu sizning hayolingiz. Va sizda realizm bor. Sizning realizm bilan sizning hayolingiz orasida farq bo'ladi doim. Bu farqni tekis qilib bo'lmaydi. Odam qila olmaydi, ideal bo'lish kerak uchun. Lekin shu farqni kamaytirishga harakat qilishimiz kerak. Shu farqni kamaytirishga harakat qilishimiz. Ya'ni bu narsani qadriyatlar hamda real hayot orasidagi farq deyman. Sizning qadriyatingizga tengmassiz ko'pincha. Qadriyatlaringiz boshqacha, yo'q, mumkin emas buni qilish yoki buni mana qilish kerak deysizda, o'zingiz qilmaysiz. O'z qilmaysiz. Mana shu tafovut bor-da. Afsuski shunaqa, endi insonning nuqsoni bor-da. Mana shu tafovutni kamaytirishga harakat qilib yotibman men necha yildan beri. 100% ga kamaytira olmaganman, hech qachon bu narsaning imkoni yo'q. Lekin imkon qadar har o'zingiz ishlaganda ozgina kamayib boradi. Endi sizga savol, sizda mana bunaqa bo'lganmi? Qarab turinglar. Diyetaga o'tirasiz, lekin shirinlaysiz. Diyetaga o'tirdingiz, mana diyetaga o'tirdingizda, yo bo'ldi men diyetani shuyman, deb o'zingizga va'da berdingizda, lekin safiyaga borib tiqib tashladingiz, yeb tashladingiz. Yoki sport foydaligini bilasiz, lekin shug'ullanmaysiz. Til o'rganaman deysizda, lekin boshlay olmaysiz. Dushanbaga qolib ketaveradi. Boshlaysiz, lekin oxirigacha yetkazay olmaysiz. Va'da berasiz, lekin ustidan chiqa olmaysiz. O'zingizga yoki yana kimgadir, ya'ni tushunyapsizmi nima demoqchiligim? Mana kimda mana shu narsalar bo'lgan bo'lsa, demak sizlarda prokrastinatsion muammolar bor. Bu psixologik muammo ko'p holatda va buni hozir bugun shu yerda hal qilmasangiz, butun umr sudrab yurasiz. Butun umr. Umringizda bir marta bo'lsa ham bu narsani kechiktirmaslikka harakat qiling. Tishni hozir davolanglar, ertaga yeringlab ishib ketadi. Majoziy ma'noda. Endi dangasalik xohlayman bo'lsa, prokrastinatsiya keyin qilaman. Tushundingizmi? Ya'ni aniqroq dangasalik xohlamayman bo'ladi. Dangas odam xohlamayman, qilmayman deydi. Prokrastinator inson qilaman, lekin keyin deydi. O'zini o'zi aldaydi. Endi prokrastinatsiya iroda kuchini yetishmovchiligi emas. Bitta narsani tushunib olinglar. Agar sizlar hozir o'zingizlarni ayblayotgan bo'lsanglar, men sizlarning aybinglarni o'zimga olmoqchiman. Bu irodani yetishmovchiligi emas. Bu qanaqadir nuqson emas. Bu psixik xususiyat. Insonning miyasi shunaqa ishlaydi. Hozir qisqa tushuntirib beraman. Qaranglar. Endi qaysi turga kirishingizni bilib oldik. Qanday qilib dangasalik takrorlanadi o'zi? Dangasalik, ya'ni prokrastinatsiya qanday qilib takrorlanadi? Qaranglar. Mana shu joyi bitta yozib borasizlar. Birinchisi niyat paydo bo'ladi. Ya'ni sizda niyat paydo bo'ladi. Qanaqa niyat? Misol uchun, kimda qanaqa niyat bor? Kitob o'qish, erta turish, sport bilan shug'ullanish, chatga yozinglar, men любой bittasini olib misol keltirib beraman. Prokrastinatsiya paydo bo'lish ketma-ketligini tushuntirib beraman sizlarga hozir. Qotmayapman, yaxshimi hammasi? Yigitlar. Qanaqa niyat bor? Lug'at yodlasam tezlikdan chiqadi. Lug'at haqida ertaga gaplashamiz. Esdan chiqmaydi. Pul. Erta turish, ozish, pravo olish, kitob o'qish, erta turish, IELTS 9, boy. Milliy sertifikat, til o'rganish, kitob o'qish, trading, filial ochish, ingliz tili va hokazo. Qisqasi qaranglar. Endi niyat paydo bo'ldi, ya'ni mana bu yerda qaysidir bir niyat, deylik, tam til o'rganish, masalan, arab tili, ingliz tili farqi. Keyin to'siqlashga tushadi. Miyamizdagi to'siqlashga tushadi. Qanaqa to'siqlar? Qaranglar, bu haqiqiy dushmanda bu narsa. Ya'ni o'tirasizda, nima deysiz o'zingizga o'zingiz? Deysiz, tak. Bugun deysiz payshanba. Ertaga juma. Ertaga dam olaman bitdan keyin. Shanba kuni choyxonam bor. Yakshanba oilaviy kun. Dushanbadan boshlaysiz. Mana shunaqa to'siqlar paydo bo'ladi miyangizda. Yoki aytasiz, va qiyin deysiz. Hozir o'tirib dars qilishim kerak deysiz yoki yana nimadir qilishim kerak deysizda, o'sha narsani qilgisi kelmaydi. Ya'ni to'siqlar, mana niyat paydo bo'ladi, keyin to'siq paydo bo'ladi. Undan keyin oson yo'lni tanlashni boshlaysiz. Oson yo'l hozir aytgan bahonam. Misol uchun, ingliz tili bilan shug'ullanish o'rniga nima qilamiz? Telefon qo'yaylik deymiz yoki misol uchun ingliz tili bilan shug'ullanuvchilar bitta juda ajoyib anaqasi bor. Mana ingliz tili bilan shug'ullanuvchilar hammanglar bilasizlar, nima haqida gapirayotganim. Klip ko'rib o'tirasizlar ingliz tilida. O'zingizlarni aldaysizlar. Mana sizlarga teacher vazifa bergan, qaysidir unitni bajaradigan, qanchadan so'z yodlaydigan, o'tirasizlarda Shakirani klipini ko'rib o'tirasizlar. Ha, siz ingliz tili bilan shug'ullangan bu ham foydali deysizlar. Bu fortichka deyiladi. Ya'ni ko'ryapsizlarmi? Niyat paydo bo'ldi. Ozmoqchisiz. Keyin to'siq paydo bo'ladi. Nafs ovqat yegisi kelyapti, osh, voy deysizda. Keyin oson yo'lni topasiz. Nima qaraysizda? Bir marta yesam hech narsa qilmaydi-yu. Endi to'yda yemasam endi qattiq yeyman, endi xafa bo'ladi-yu, ani yemasam, va hokazo. Ya'ni qanaqadir bahona topasiz. 4-qadamda
vaqtinchalik yengillik sizga zavq beradi. Maza qilib o'sha oshingizni yeysiz, maza qilib o'sha klipingizni ko'rasiz yoki anaqangizni ko'rasiz yotib telefoningizni, ammo vaqt o'tadi va natijasizlik sizni xavotirga solishni boshlaydi va sizda aybdorlik hissi, stress paydo bo'ladi. 5-qadamda o'sha stress bosimi ostida ishga kirishasiz oxirida, ya'ni oxirgi taqalganda ishga kirishasizda va prям haligi imtihonga ham oxirida tayyorlanasiz o'shanga. Prям oxirgi taqab tayyorlaymiz. Mana shu sabab. Vazifani bajarasiz. Mana shunaqa prokrastinatsiya, ya'ni oxirgi taqib qolasiz. Misol uchun tishingizni deylik, keling mana shu formulani tishga solib ko'raylik. Niyat paydo bo'ldi, aytyapsizki, "Tak bir tishlarim ko'rsatib yuborishim kerak, mana bitta plomba, mana bitta yana bir narsa" deysiz. To'siq paydo bo'ladi. To'siq nima? Stomatologdan qo'rqasiz. Yoki tam pul ishlatingiz kelmayapti stomatologga, men bilmayman. Keyin oson yo'l tanlaysiz, aytasizki, hozircha yaxshi hozir yurib turaveraychi deysizda, yuraverasiz, zubachistga ishlatib yuraverasizda. Undan keyin hozircha mazza qilyapsiz, hech qanaqa zerikish bo'lmayapti, boshqa qo'rqmayapsizda. Lekin sekin-sekin aybdorlik hissi oshyapti. Har safar kechasi o'ylaysiz, "Voy, tishimni qildirishim kerak, tishimni qilib." Oxiri og'riydi tish. Keyin stomatologga borasiz. Va bu narsani o'sha prokrastinatsiya davri deydi. Shu davriga kirib qolgan inson tamom umrini, men hazillashganim yo'q. Mana shu 3 kunlik master-klass o'tadi, ketadi, janoblar. Bitta narsani tushunib olinglar, iltimos. Butun umr shuning ichida yashaysizlar. Butun umr, bir umr o'tib ketadi. Bu umrni muhimligini past ko'rmanglar. Hamma imtihonni shu yerda topshirasizlar. Tushunibsizlarmi? Ya'ni tez o'tadi-da, bir pasda o'tib ketadi. 1-2 deydi, yoshinglar 50-60 yana bir narsa, nasib qilsa yashaysiz shu paytgacha o'shanda. Ya'ni bu davrga davrni ko'rsatib beraman sxemada, qaranglar. Mana shu eng iflos davr, vazifa, noqulaylik paydo bo'ladi, kechiktirish boshlanadi. Birinchi noqulaylikni odam kechiktiradi. Odamlar slabay. Shuni kechiktirib olasiz. Keyin yengillik tortasiz, deysiz, ozgina serial ko'rdim deysiz. Qayg'uli deadline keladi, ya'ni imtihon kuni kelib qoladi yoki tishingiz og'rib qoladi, nimadir bo'ladi. Oxirgi lahzada tugatasiz, keyin bundan keyin bunaqa qilmayman deb o'zingizga va'da berasiz. Kecha menga va'da berdingiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa va'dani o'zingizga ber. Lekin va'dani bajarasizmi? Yo'q. Va'dani bajarmaysiz. Mana shu narsa prokrastinatsiya davri. Endi sabablarni ko'rib chiqamiz. Qaranglar, birinchi sabab qo'rquv. Ikkinchi sabab emotsiya, uchinchi sabab ishonch yo'qligi odatda. Mana shu 3 sababni hozir sizlar bilan ko'raymiz. Endi prokrastinatsiya va emotsional qochish. Prokrastinatsiyaning asosiy sababi bu negativ emotsiyalar. Ya'ni biz negativ emotsiyalarni his qilgimiz kelmaydi, yaxshi emotsiyalarni his qilgimiz keladi. Biz o'tirib ingliz tili bilan shug'ullanib, qiyin bir nimadir yoz, hiyni joyiga qo'y, shiyni joyiga qo'y, ani idingni top, yana bir narsa qil, yet deysizda, borasizda haligi qilasiz. Yoki deylik, tadbirkorsiz misol uchun, o'tirasizda HR haqida kitob o'qiyapsiz, ishchilarni ishga olish kerak. Deysizda, plyus ko'p, undan ko'ra Dubayga borib kelay deysiz, damoga. Bu keyin ham qilaveraman. Mana shunaqa keyin ketaveradi. Bu nimaga o'xshaydi hali? Eshakning ustiga o'tirib olishadi-ku, ko'rganmisizlar, sabzi bilan. Mana bu sabzi eshak ketaveradi, sabziga qarab ketyapti, lekin sabzi bilan eshakning orasida masofa doim bir xil. Hech qachon yetib bormaysiz. Bu mana shu dushanba siz harakatni boshlagan dushanbangiz kelmaydi hech qachon. Endi o'sha emotsiyadan qochasiz. Kanadalik professor Timothy Pitchell nima deydi? Vaqtni boshqarish muammosi yo'q. Kayfiyatni boshqarish muammosi bor odamlar. Odamlar qilgisi kelmaydi. Negativ emotsiyani xohlamaydi. Kayfiyatini ko'targisi keladi. Rohat olgisi keladi. Shuni hisobiga men bu dars qilgani kuchi yo'qda, lekin serial ko'rgani vaqti bor. Men bu borib vrachga tishini ko'rsatgani vaqti yo'qda, lekin og'aylar bilan choyxonada o'tirgani vaqti bor. Qarang, ahamiyat bering, vaqtim yo'q degani bu muhim narsaga vaqt topilmaydi. Kerak emas, lekin ko'ngil ochar narsaga doim vaqt topiladi. Doim vaqt topamiz. Kimdir bilan yaxshi ko'rgan odamimiz bilan ko'rishishga, gaplashishga vaqt doim topiladi. Kechalari bilan gaplashib chiqasizlar. Dubayga borib dam olishga любой tadbirkor vaqt topadi. U ustida ishlashga, qorni yo'qotishga lekin vaqt topa olmaydi. Hayron qolasiz. Mana shu paradoks bor. Endi stressdan qochish prokrastinatsiyaga olib ketadi. Ya'ni stressdan qochasiz, yuguryapsiz, orqangizdan quvlab ketyapti. Iloji yo'q. Men sizga bitta narsani aytaman. Stress deb yozinglar, mana shu chatga iltimos, gapimni tushunayotgan bo'lsanglar, stressdan qochish emas, stressga qarab borish kerak. Men siqilish, depressiyani gapirmayapman. Yo'q, men aytmoqchimanki, yoqimsiz ishni qilishga majbursiz. Til o'rganishda ham, eslab qolishda ham, biznes qurishda ham yoqimsiz, qilgis kelmayotgan, qo'lingizni kir qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bor. Hammasini bajarmasangiz, siz hech qanaqa natija ola olmaysiz. Bu narsani umuman iloji yo'q.
umuman iloji yo'q. Yana bir marta. Вообще qiyin. Misol uchun men ertalab har kun 5 ta turaman. Men 2 soat yoki 3 soat shug'ullanaman. Mendan so'rashadi, Davron aka, sizga oson, menga oson emas. Kim aytdi menga oson? Qayerdan menga oson? 12 yildan beri bitta narsa bilan shug'ullanyapsiz. Sizga oson, irodangiz kuchli. Menga oson emas. Menga oson emas. Menga bir xil qiyin, sizlar bilan bir xil qiyin. Prosta men o'sha qiyinchiligini, emotsiyalarini boshqacha boshqaraman. Sizlar boshqacha boshqarasizlar. O'sha yerda 7 ta asosiy usul bor. Qaranglar. Hozir как раз kelyapmiz. Prokrastinatsiyadan qayerga qochamiz? Odatda prokrastinatsiyadan qayerga qochamiz biz? Prokrastinatsiyadan kafechiga qochib ketamiz. Choyxonaga qochamiz. Uyda dars qilish o'rniga og'aynilar bilan ko'rishgani boramiz. To'g'rimi? Yangi biznes bo'yicha kitob o'qib, treningga borish o'rniga Dubayga dam olgani chiqib ketamiz. To'g'rimi? Nima qilamiz? Ya'ni rohatga, kayfga qarab qochib ketaveramiz. Lekin o'sha kir ish qolib ketaveradi, to'planib ketadi. Kir idish tog'larga o'xshab, keyin oxiri bari qilishingiz kerak. Endi talabalar ustida bitta tadqiqot o'tkazilgan. Imtihon oldidan stress oshgani sari ular tayyorgarlikni kechiktirishar ekan. Ya'ni siqilish, negativ emotsiya, qilgim kelmayapti, to'plangan sari ish kechikaveradi. Tushundingizmi? Ish kechikaveradi. Prokrastinatsiya negativ emotsiyalar vaqtinchalik oldini olishga harakat qilish o'z aslida olganda. Endi qanaqa sabablari bor prokrastinatsiyaning? Birinchi sabab bu perfeksionizm. Hamma narsani ideal qilishga harakat qilish. Hamma narsani ideal qilishga harakat qilishadi. Oranglarda shunaqa insonlar bordir. Mana u odamlar mana bunaqa. Misol uchun bugun haftani qaysi kuni? 3-kuni, to'g'rimi? Bugun chorshanba, to'g'rimi? Bugun chorshanba. Men sizlarga nimadir o'rgatyapman. Sizlar aytyapsizlar. Okay, bugun chorshanba. Davron aka mana buni o'rgatdi. Ertaga payshanba, indinga juma. Chorshanba haftaning o'rtasida, chisla ham nito 16. Keyin undan ko'ra 30 dan boshlaydi yoki 1-maydan boshlaydi. 1-may o'zi dushanba ekan, misol uchun. Va hokazo, ya'ni ideal vaqtni qidirishadi. Biznes boshlash uchun prям ideal joy, vaqt, pul va hokazo kerak. Perfeksionistlar zaif bo'lishadi o'z aslida olganda. Ular ishni mukammal qilmasdan shunchalik qo'rqishadi bu narsadan. Ya'ni umuman boshlamaslikni yoki oxirigacha cho'zib yurishni qilishadi, tanlashadi. Endi dushanbachilar deyman men bunaqa insonlarni. Agar perfeksionist bo'lsa, siz dushanbachisiz katta ehtimol bor. Va ishni qilmagandan keyin prosta ulgurmadim, vaqtim bo'lmadi deb qo'ya qoladi. Oranglarda shunaqa qilib, endi boshqa yashirin qo'rquvlar bor, qarab turinglar. Qaysi qo'rquv sizlarda bor yo'q bilmadim. Birinchisi muvaffaqiyatdan qo'rqish. O'sha qo'rquv borligini men hayron qolganman. Psixologiyada bor ekan bu narsa. Deylik. Men butun umr jahon chempionati bilan yashadim deylik. Tasavvur qiling, men yoshligimda yashadim. Hop, erishsam keyin nima qilaman? Mana shunday qo'rquv bor. Yoki uy quryapman. Hop, 12 yil, 10 yil uy qurdim. Qurganimdan keyin ertasi kuni nima qilaman? Bo'ldi, men orzumga erishib bo'ldim. Ikkinchi qo'rquv noma'lumlikdan qo'rqish. Nima bo'lar ekan? O'xsharmikan, o'xshamasmikan? Biznesim bo'larmikan, biznesim bo'lmasmikan? Qila olarmikinman, qila olmasmikinman? Bunaqamikan, bunaqamikan? Muammo bo'lmasmikan? Ishim ketib qolmasmikan? Meni tashlab ketishmasmikan? Meni hozir yaxshi ko'radi, butun umr yaxshi ko'rarmikan? Meni filialim ochsam boshqara olarmikinman? Yangi ishchini olsam epla olarmikinman? Mana shu qo'rquvlar bor. Uchinchisi bosimga qarshilik. Ya'ni bosimga qarshilik degani bunaqa odamlar qanaqa bo'ladi? Yosh bola odamlar deyman, bunaqa odamlarni. Ya'ni prokrastinatsiya yana bitta sababi yosh bola odamlar shunaqalarki, qilmaydi o'zicha. Ota-onasiga prinsip qiladi. Men o'qishga kirmayman. Men uni qilmayman, men buni qilmayman. Bu ham psixologik sabab o'z aslida. Yoshligida nimadir bo'lgan bo'ladi. Endi qo'shimcha yana bir nechta negativ bloklar bor. Hozir aytib o'taman. Undan keyin o'sha usullarni birma-bir chaynab chiqamiz. Men nima uchun shuncha ko'p nazariy ma'lumot beryapman? Sababi juda oddiy. Dushmaninglarni tanib olsanglar, yengish oson bo'ladi. Eng yomon dushman bu kimligini bilmaysiz, dushmaningiz. Shu juda yomon. Endi men bu insonning ismi Zeligman Martin. Qarab turinglar. Bu tadqiqot o'tkazgan. Qanaqa tadqiqot? 67-yilda 1967-yilda mana bunaqa kichkinagina qutining ichiga kuchukka o'tirg'izgan. Bir tomonga kuchuk solib qo'ygan. Men rassom emasman. Bir tomonga kuchuk solib qo'yganda, kuchukka tok bilan urgan pastdan. Tok yetarlicha kuchli bo'lmagan, o'ldiradigan darajada bo'lmagan, lekin qiynaydigan darajada bo'lgan. Ya'ni qiynalgan. Tok bilan uryapti-da, kuchuk qiynalyapti. Endi
Bu birinchi etap. Tok urgandan keyin kuchuk nima qiladi? Kuchuk tok yo'q tomoniga sakrab o'tgan. Mana anaqa tok yo'q tomoniga sakrab o'tgan. Bu yerdan bu yerga sakrab o'tgan. Endi ikkinchi etapda mana bu joy yopgan. Professor yopib qo'yganda tok urgan. Kuchuk harakat qilgan, chiqib ketishga bu yoqqa sapchiganda, lekin eplolmagan, chiqib keta olmagandan keyin yotganda yotavergan chidab tokka. Eng qizig'i 3-chi etapda kelgan. 3-chi etapda nima bo'lgan? 3-chi etapda mana buni ochib qo'yishgan yana qaytib va kuchukni tok bilan urishgan. Lekin kuchuk hech qayerga sakramagan. Yotavergan tok ichida. Bu narsa odamlarda ham kuzatiladi. Bu narsani yodlab olingan yordamsizlik deydi. Agar mana shu narsani yo'q qilmasangiz, yodlab olingan yordamsizlikni yo'q qilmasangiz, siz hech qachon hech narsani o'rgana olmaysiz. Ahamiyat bering. Misol uchun, qanaqa o'quv markazlarini bilasizlar, ingliz tilini o'rgatadigan. Prosta yozinglar. Farqi. Men sizlarga hozir bitta misol keltirib beraman. Bitta ajoyib misol keltirib beraman, statistika keltirib beraman. Yozinglar o'zinglar. Yodlab olingan yordamsizlik deydi. Odamda ham bor, faqat kuchukda emas. Odamda ham sal boshqacharoq tadqiqotlar o'tkazilgan. Qanaqa mana? Kimdir Everest deydi, kimdir yana bir narsa deydi, kimdir International deydi, kimdir Cambridge deydi, kimdir u deydi, kimdir bu deydi. Mashhur brendlar bor. Endi любой brendda, mana любой bitta brend olsang, mana brend, qaranglar. Ingliz tilini o'rgatayotgan brend. O'sha brendga odamlar boryapti. O'sha brendga odamlar boryapti. Nechtadir ham odam boryapti. O'sha odamni qanchadir ham foizi deylik, mana foizlarda hisoblamaymiz-da. Xuddi shu brend ichidan kimdir chiqqatda 8,5 ayol soladi. Xuddi shu brend ichidan kimdir chiqqatda hech narsani o'rgana olmaydi ingliz tilini. Tashab ketaveradi. Paradoks. Tushunasizlarmi? Bir xil o'rgatilyapti hammaga, bitta joy chunki. O'qituvchi ham bitta, teacher ham bitta, sistema ham bitta, lekin bittasi davom ettiryapti, bittasi ettirmayapti. Chunki gap mana bunda emas-da. Gap menga kelayotgan odamda, ya'ni gap sizda. Men kecha bekorga miyangizga quymadim. Gap sizda. Va agar sizni ichingizda mana shunaqa kuchuk o'tirgan bo'lsa, tok urib yotgan bo'lsa ham hech narsa qilmaysizlar. Va buni yo'qotish kerak. Maksimal tez, ya'ni yodlab olingan yordamsizlik odamlarda kuzatiladi. Misol uchun, men bitta o'quvchim bor edi, mana shu кейsi bekor tiqqanim yo'q. U shunaqa edi, mana. Hech narsani yodlay olmayman. Mashtimga kelgan. Davron aka hech narsa yodlay olmayman. Faqat shuni gapiraveradi. Men aytardim, qara, kel. Men senga o'rgataman. O'tir, tushuntirardim. Buni mana bunaqa programmani berdim. Birga yodlaymiz, o'xshaydi. O'ziga beraman, yodlay olmaydi. Davronga yodlay olmayman. Yana beraman, o'xshaydi, yana beraman, o'ziga qoldirsam yodlay olmaydi. Mana shunaqa psixologiyada miyasiga o'tirib olganda, mana sizning miyangizga o'tirib olganda. Til o'rganish qiyin. Yo'q, qiyinlikka qiyin, lekin qilsa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Va qanaqadir tam yuqori natijalarni qayd qilgan insonlar, ular ham inson. Oddiy odamlar. Men ham oddiy odamman. Rekord o'rnatganim bilan sizlar ham qila olasizlar xuddi shu narsani. Mana shu narsani tushunishinglar kerak. Prosta boshingizga tiqmanglar mana shu narsani. Yodlab olingan yordamsizlar. Agar nimadir qila olmayapman, til o'rganishda anaqam yo'q, xotiram chatoq, filial ocha olmayman, любой bitta blok turibdimi? Bilingki, bu katta ehtimol bilan yolg'on. O'zingizni aldayapsiz. Endi prokrastinatsiya odat bo'lib qoladi. Keyin odatlanib qolish shu narsaga. Endi asosiy biologik sabablar. Tez gapirishib o'tamizda, o'sha usullarni men sizlarga tushuntirib beraman. Qarang. Miyamizdagi kurash. Miyamizda bir nechta asosiy narsalar bor. Ikkita tizim bor bizning boshimizda. Men bu inson Daniel Kahneman zo'r tushuntirib bergan ikkita tizim bor. Bittasi rohat xohlaydi, bittasi yaxshilikni xohlaydi. Mana, ya'ni ikkita tizimingiz bor. Ichingizda bitta odam bor. U odam aytadiki, "Davay" deydi, sport bilan shug'ullanish kerak deydi. Kelajagim porloq bo'ladi deydi. Men deydi, "Buna qilaman, biznes ochaman, u qilaman, bu qilaman. Yoki o'sha biznesim bo'lsa, men kengaytiraman, nimadir qilaman" deydi. Ikkinchisi choyxona, shirinlik, osh, rohat, kayf deyveradi. Ikki tomondan uraveradi, mana shunaqa. Biroq bosh ichida bor, men fiziologiya haqida gapiryapman. Tushunasizlarmi? Men даже qanaqadir ruhiy narsalar haqida ham gapirganim yo'q hozir. Konkretni fiziologiya. Tasavvur qiling, boshingiz ichida sistema bor. Bittasi aytadi, "Men buni matematik hisoblaydi, to'xta" deydi.
men buni qilish kerak deydi. Ikkinchisi aytadi, yo'q deydi, men bu mazza shuni qilish kerak. Bittasi aytadi, salat yeyishim kerak deydi, men hozir yeyman deydi. Chunki buni kaloriyasi kam deydi. Ikkinchisi aytadi, yo'q deydi, salat shirin emas deydi. Snickers yeyish kerak deydi. Va hokazo. Mana shu ikkitasi bir-birini urushaveradi. Butun umr mana shu zarbada o'tib ketasiz. Eng qizi mana sistema 1, sistema 2 deydi. Sistema 1 mana tam intuition deb qo'ygan, ya'ni 95% sizni miya sistema 1 ga tegishli, ya'ni u tam ongsiz ishlaydi, juda ham tez, juda ham anaqa assotsiativ ishlaydi, avtomatik darajada ishlaydi. Sistema 2 bu to'g'ri fikrlashimiz odatda, biz ongimiz. Lekin sistema 2 kuchsiz. Mana shu ikkita sistema bir-biriga qarshi haligi qiladi. Rohat va og'riq gormonlari bir-biriga qarshi chiqadi. Mana shu sistema buni haligi qiladi. Endi dopamin bor, dopamin oliyjanoblari, bu eng asosiy anaqa. Dopamin qanaqa ishlaydi, qarab turinglar. Dopamin qanaqa ishlaydi? Mana bunaqa ishlaydi dopamin. Uyda yotibsizlar. Til o'rganishingiz kerak. Yoki tam o'tirib nimadir qilishingiz kerak. Reelsda video chiqdi. Vine chiqdi, tam birorta Viner chiqdi, kuldirdi sizni, yotibsizda. Kuldingizda keyingisi oxirgisi deysiz. Mana qarang. Keyingisi oxirgisi deysiz. Shuni o'tkazasiz. Keyin nima chiqishini bilmaysiz, lekin bilgisi keladi. Yana chiqqasizda keyingisini ko'rasiz. Mana yana bitta ko'raychi, keyingisi nima ekan deysiz. Yana bitta o'tkazasiz. Mana shu barmoq to'xtamaydi. Ketdi, bang, bang, bang. Keyingisi. Qumorga qaram bo'lib qolgan insonlar mana shunaqa. Hozir yutaman, keyingisini yutaman. Keyingisida nimadir bo'ladi. Keyingisida nima bo'ladi? Dopamin bu va'da gormoni. Va'da beradi, u sizga va'da beradi. Hozir nimadir zo'r narsa bo'ladi. Mana shunaqa keyin zo'r bo'ladi. Mana shunaqa keyin zo'r bo'ladi-da. Bang, 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 bang ketaverasiz. Ketdi, siz shu yerda olib ketaveradi. Har safar keyingi videoni kutaverasiz. Har safar keyingi videoni kutaverasiz. Va shuni oqibatda juda ham yomon ta'sir qiladi. Siz baxtsizlikka olib keladi. Odam telefonda o'tirib, kun bo'yi o'tirgan odam stressga anaqa bo'lib, baxtsiz bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni yoqimsiz narsani sizga dopamin og'riqdek ko'rsatadi. Dars qilish og'riq, va dars qilib kelmayapti. Diyet og'riq, va diyet ushlayim kelmayapti. Ertalab turish og'riq, va ertalab turgim kelmayapti. Yoqimli narsani qayta takrorlayveradi. Telefonda o'tirib kayf qildingizmi, bir ikki marta birorta zo'r videolar ko'rdingizmi, yana shunga chaqiradi. Yana chaqiraveradi. Va hokazo. Endi ikkinchi masala, birinchi dopamin bo'lsa, bu amigdala. Shunaqa nima funksiyani bada. Agar topshiriq xato qo'rquvini uyg'otadigan bo'lsa, amigdala bizni u ishdan imkon qadar to'xtatib qolishga harakat qiladi. Ya'ni amigdala bizni xatolardan oldimizda olishga harakat qiladi. Misol uchun, agar men hozir o'tirib deylik, speaking deylik, ingliz tilida gaplashyapmiz. Ko'pchilikni muammosi, misol uchun mana deylik, ko'pchilikni eshitishi gapirishda ancha kuchliroq. Nima sabab? Faqat ingliz tilida emas, umumiy boshqa tillarda ham gapirishga qo'rqadi odamlar. Xato qilaman deb o'ylaydi. Xato qilsang qo'rqadi. Noto'g'ri gapirib qo'yaman deydi, noto'g'ri alen qilib qo'yaman deydi. Noto'g'ri gapirmasang o'rgana olmaysan. Boshda noto'g'ri gapirishing kerak, keyin o'rganasan. Prikol shunda. To есть xato o'rganish jarayoni bitta qismi. Umumiy o'rganish jarayoni esa bir qismi xato. Xatoni olib tasha olmaysiz. Srazu ideal tam gapirisha olmaysiz. Menimcha IELTS 9 olgan odam ham idealni gapirishmasa, u ham xato qiladi, katta ehtimol. Tushunyapsizlarmi? Masala shunda-da. Ya'ni mana shu narsani amigdala to'xtatadi boshingiz ichida. Signal beradi srazu. O'shanga yangi narsani o'rgangingiz kelmaydi odam. Va buni oqibatida shu dangasalik kelib chiqadi va energiyani tejash rejimiga o'tib oladi odam. Ya'ni o'zingizni aldaysiz, o'zingiz band qilib olasiz. Tipa bandli yasab olasiz o'zingizdan. Men bandman, meni vaqtim yo'q. Til o'rganishga vaqtim yo'q. Hatto choyxonada o'tirasizlar har kun. Men bandman, meni vaqtim yo'q, til o'rganishga vaqtim yo'q yoki yozishga vaqtim yo'q deysizlar. Hatto kimdirlar bilan yozishasizlar soatlab har kun. Va mana shu yolg'on bandlik rejimiga o'tib olishadi. Bu aslini olganda bandlikka taqlid qilish, bu haqiqiy bandlik emas. Ya'ni biz zarur ishni bajarmaslik uchun har qanaqa mayda-chuyda vazifalarni o'zimizga topib olamiz, o'zimizcha bajarib yuraveramiz. O'zimizni aldi. Endi stress va uning asosiy oqibatlari bor va prokrastinatsiyaning kelib chiqishiga umumiy xulosa. Prokrastinatsiyaga kelib chiqishga umumiy xulosani beradigan bo'lsam, bu hayotingizdagi eng yomon narsa, bu sizni o'ldiradi. Любой zararli odatdan bu battar. Butun hayotingiz yo'qib ketadi. Endi prokrastinatorlar bir nechta turi bor. Qarab turinglar, turini beraman. Prokrastinator bu doimiy ravishda ishni keyinga qoldirib yuradigan odam. Birinchi turi perfeksionist. Boya aytganimdek, hamma narsani ideal o'lchovi bilan joy-joyida qilish kerak, srazu. Men boshlayman, keyin o'rganaman. Misol uchun perfeksionist hech qachon kamdan kam har holda
til o'rgana oladi. Nimaga? Chunki u xato qilish kerak emas, u ideal qilish kerak. Xato qilmasang qanday ideal qilasan? Xato qilib o'rganasan. Misol uchun nimadir yozding, essay yozdingda, ustoz aytadi, "Mana bu xato qilding" deydi, boshingga qachliysanda, "Okey" deysiz, keyingi safar shu xatolarni qilmaysiz. Perfeksionist xato qilmaydi. U ideal, xato qilgisi kelmaydi. Xo'p, keyingi prokrastinator turi orzuvchi. Faqat orzu qiladi. Kelik olaman, Garvardga o'qishga kiraman, katta uyim bo'ladi, ota-onamni olaman, butun dunyoda yuraman. Umuman hech qanaqa harakat yo'q. Faqat divanda yotadi. Divanga uylanib olgan, faqat divanda yotadi. Divan bilan divanning eng yaqin og'aynasini. Umuman joydan ham turmaydi, hech qanaqa harakat ham qilmaydi. Faqat yotaveradi, orzu qilaveradi, harakat qilmaydi. Tamom. Orzuvchi. Siqiluvchi bor. Keyingi prokrastinator turi, siqiluvchi turi. Bu odamlar qanaqa? Siqilaveradi hamma narsada. Hamma narsa nolaveradi, siqilaveradi. Siqilaveradi. U bo'lmayapti deydi, bu bo'lmayapti deydi. O'qish qiyin ekan deydi, yodlash qiyin ekan deydi. O'qituvchim ko'p dars beryapti deydi, bo'lmayapti deydi. Ya'ni borish uzoq ekan deydi. O'quv markazi unaqa ekan deydi, bunaqa ekan deydi, u deydi, bu deydi. Qisqasi hamma narsada ayb, hamma narsada minus topadi va shunaqa. Keyingi turi adrenalin narkoman deyiladi. Adrenalin narkoman ishni oxirgi kunga qoldirib qiladi. Oxiriga borib taqiydi. Prям tishi to'kilib ketib, yiring bo'lib ko'zlariga o'tib ketmaguncha stomatologga bormaydi. Prям imtihonni oxirigacha haligi qiladi. Biznesi bo'lsa, biznes qulab tushadiganida nimadir qilish boshlaydi. Undan oldin qilmaydi. Shumbola bor, shumbola takoy, sho'x o'zicha. Qoidalarga bo'ysunmaydi o'zicha. Imtihonga nima qilaman tayyorlanib, va nima qilaman o'rganib, va nima qilaman buni qilib va hokazo. Mana shu 5 ta asosiy tur bor va oxirgi men eng ajoyib turi men uchun mana shu odamlar bu bandlar. Mana bitta ohaynim bor. Doim band. Faqat band. Hech narsaga vaqti yo'q. Nima qiladi bilmayman. Men bu darajada band emasman. Donald Trump bo'lib ketish kerak u odam, damni. Telefon doim band. Til o'rganishim kerak deydi. Men aytaman, "Okey, o'rgan. Sun'iy intellekt bor, anaqa bor. So'z yodlab qolmoqchi bo'lsang, tushuntirib beraman qanday yodlash kerakligini." Men hozir bandman-da, vaqtim yo'q-da. Buncha qorning chiqib ketibdi, ozmaysanmi? Men bandman, men vaqtim yo'q-da. Va hokazo, doim band, va hokazo. Mana shunaqa insonlar bor. Bular ham prokrastinatorlar bor. Siz qaysi tursiz eng qizig'i yozinglar chatga. Men ham bir paytlar adrenalin narkoman bo'lganman. Hamma narsani oxirigacha qoldirganman. Lekin bugun sizlarga o'rgatadigan 7 ta usulim orqali men polностью bu narsani yengganman. Ya'ni bu holatni qanday qilib yengib o'tganim haqida men sizlarga polностью aytib beraman. Ehtimol o'zingiz tanib olasiz, lekin bitta narsani tushunishingiz kerak. Barcha tipdagi odamlarga men bugun sanab o'tgan texnikalar to'g'ri keladi. Orzuvchi, kimdir band, kimdir 2 va 1, siqiluvchi bor, orzuvchi bor, perfeksionist bor va hokazo. Orangizda har xil odamlar bor. Endi prokrastinatsiyani yengish uchun maxsus 7 ta asosiy texnikani berib o'taman sizlarga hozir. Shu texnikalarni birma-bir sanab o'taman. Tayyor bo'lsanglar, qarab turinglar. Qanday qilib bu darajada kuchli raqibni yengish mumkin? Bu raqib juda kuchli. Ishoning, siz chivin bo'lsangiz, bu raqib dinozavr. Prokrastinatsiya o'ta kuchli narsa, o'ta dahshatli darajada kuchli narsa. Butun dunyodagi 8 milliard kishini kamida 7,5 milliardi prokrastinator. Kamida o'ta katta hajm. Boylar orasida ham bor, kambag'allar orasida ham bor. O'rtalar hamma любой qatlamga kirasiz. Shuni olasizda, istalgan qatlamingizga kiring, prokrastinator topasiz. Hamma joyda bor. Bu prям shunaqa bu xalqaro pandemiya bu o'zi aslida. Va bu darajada kuchli raqibni men qanday yengaman? Men prokrastinatsiya deyarli polностью yengib bo'lganman. Bormanda ham prokrastinatsiya, men polностью nima deydi? Deyarli deb bekor aytmayman, ya'ni 100% ga yengib bo'lmaydi katta ehtimol bilan. Lekin ko'p holatda shaxsan menda qanaqa bo'ladi? Nimadir qilmoqchi bo'lsam, prosta qilib ketaman. Masalan, ertaga to'rda turish kerakmi? Shu bilan ham 1 yil to'rda turish kerakmi? Okey, ketdik. Men bugundan boshlaymiz, sразу. Misol uchun, nima uchundir menga ertaga Xitoy tili kerak bo'lib qolsa, okey, ketdik. Men cho'zib, nimadir qilib o'tirmayman. Sразу bitta odam topaman.
tars ketdi bo'ldi. Menga alifboni tushuntiradi. Bu yerdan o'zim so'z yodlayman, nimadir qilaman, u yerdan o'rgatgan narsani qo'llayman, kombinatorga qilib tez ishni bitirib tashlayman. Endi mana shunaqaligimga asosiy sababi mana shu texnikalar bitta tushuntirib beraman. Qarab turinglar. Dangasalik va prokrastinatsiyani yengish uchun 7 ta eng kuchli usul yozib olishga, skrin qilishga tayyor turing. Birinchisi usul, bu meni eng yaxshi ko'rgan usulim, bu 5 sekund texnikasi. 5 sekund texnikasi. Qaranglar. Kelinglar bunday qilamiz. Kim sport bilan shug'ullanishga, mana bu kommentlar menga to'g'rilab berildi. Kim sport bilan shug'ullanishga dangasalik qiladi, prokrastinatsiya qiladi? Men deb yozinglar. Kim sport bilan shug'ullanishga prokrastinatsiya qiladi? Men deb yozinglar. Kim sport bilan shug'ullanishga prokrastinatsiya qiladi? Men deb yozinglar. Kim sport bilan shug'ullanishga prokrastinatsiya? Men deb yozinglar. Bu. Mana men deb yozyapsizlar. Rahmat. Qaranglar, kim men deb yozgan bo'lsa, sizlarga vazifa. O'rningizdan turinglar. Mana ichingizdan sanaysizlar, 5 sekund qanday ishlaydi? 1 2 3 4 5. Bang turdingiz, turing. O'rningizdan turing. Shuni qo'lingiz boshingiz orqasiga bir necha marta o'tirib turing. Hozir o'zida, keyingi ertaga, hozir master klass tugagandan keyin kerak emas. Hozir o'zida. O'zi mana shuni hozir bir narsa qilib qo'ying. Ya'ni nimaga bu narsa ishlaydi? Men sizlarga hozir semasini tushuntirib beraman. Qaranglar, boshimizda ikkita tizim bor dedimi? Bittasi ongsiz, taxminan 95% ni egallaydi. Ikkinchisi ongli, taxminan 5% ni egallaydi. Endi mabodo badan tarbiya qilmoqchi bo'lsangiz, ertalabmi, kechqurunmi badan tarbiya qilmoqchi bo'lsangiz, nima sodir bo'ladi? Badan tarbiya qilaman deb turgan joyingizda qanchadan vaqtdan keyin men bu yonatda aytadiki, reject berib yuboradi. Yo'q deydi. Badan tarbiya qilma deydi. Badan tarbiya qilma deydi. Endi masala nimada? 5 sekund qoidasi mana bu yoqinishdan oldin, ishga tushishdan oldin nimanidir bajarib yuborish. Misol uchun ingliz tili bilan shug'ullana olmayapsizlar. Mana 1 2 3 4 5 deyiladi. Shap turdinglarda, timerni shu 10 minutga qo'yib, ish boshlab ketdinglar. Yoki 1 2 3 4 5 ichidan sanadinglarda boshlab ketdinglar. Bu ikkita narsani shakllantiradi sizda. Birinchisi, cho'zib yurgan ishingizni boshlab yuborasiz. Ikkinchisi va menimcha asosiysi, bu nima? Bu siz o'zingizda boshlash harakatini shakllantirasiz. Ya'ni boshlash xarakterini shakllantirasiz. Misol uchun yana bir marta, absolyutni hazinsiz, addusha aytaman, meni taniganlar bilasizlar. Men shunaqa insonman. Mana shu texnika orqali men o'zimni shu narsani shakllantirganman. Men nimadir kerak bo'lsa, hozir boshlayman. Misol uchun, mana kitob yozmoqchiman deylik. Keyingi 4-kitobimni yozmoqchiman. Men realni kitob yozmoqchi bo'lsam, men ikkita ish qilaman. Birinchisi, yoki rejalashtiraman. Men qarayman, okey. Aprelga qanaqa rejalarim bor? Belgilayman. Ikkinchi, may kuni bajaraman deyman. Misol uchun, ya'ni men konkretni kunini belgilayman. Bajarish boshlash kunim. Yoki shuni o'tiramanda, lekin 99% holatda men o'tirib ishni boshlayman. Hatto bu o'tirib shu kitobni qachon yozishimni rejalashtirish bilan shug'ullanaman. Juda ko'p holatda va mana shu texnika menga ancha yordam bergan bu narsada. Endi keyingi holat, qaranglar. Ko'pincha prokrastinatsiya ichki dialog tufayli yuzaga keladi. Ya'ni 5 sekund ichki dialog nima degani? Misol uchun ertalab turmoqchisiz, ko'zingizni ochdingizda, ichingizda ovoz, takoy yengil ovoz paydo bo'ladi. Ko'cha sovuq. Davron, ko'cha sovuq, voy. Uyda yot. Shug'ullanma. Kerak emas. Ya'ni ovoz eshitasiz, pram eshitasiz. Keyin qil, ana serialni ko'rib ol. Og'aylaring bilan anchadan beri ko'rishmayapsan, borib ko'rishib kel, oqibatsiz deyishmasin. Har qanaqa bir narsani ichingizda o'taveradi. Mana shuni eshitmasdan ishni boshlab yuborish, mana shu 5 sekundli texnikada sizlarga haligi qiladi. Ya'ni ichki dialogni eshitmasdan turib harakatni boshlashga olib keladi bu narsa. Ikkinchisi time blocking, kecha tushuntirdim. Hozir qisqa qilib tushuntirib beraman. Time blocking texnikasi nima degani? Time blocking texnikasi degani bu ishni vaqt bo'laklariga bo'lish. Misol uchun, deylik, oranglarda kimdir ingliz tili bilan shug'ullana olmayapti. Misol uchun, o'zi majburlay olmayapsiz deylik. Lekin ustozingiz bor, aytayaptiki, uyga vazifa mana shuni bergan. Mana uyda o'tiribsiz, divanda yotibsiz, mana shunday yotibsiz-da. Men nima tavsiya qilaman? Timerni oling, 2 daqiqaga qo'ying yoki 3 daqiqaga qo'ying yoki 2 daqiqa, 3 daqiqaga qo'ying-da. Timerni qo'yib turib,
Harakatni boshlab oling bo'ldi. Tamam, mana 2 minut, 3 minut shuni timer qo'yasiz. Mana 1 2 3 4 5 ketdi. 2 minutga timer qo'ydim. Bang, vaqt ketishni boshladi. Men o'rnimdan turdimda, ingliz bilan shug'ullanishni boshladim. 3 minut shug'ullanarman, 4 minut, 5 minut, 2 minut shug'ullanarman, lekin divanda soatlab yotishdan shu yaxshiroq. Tushundingizmi? Ya'ni time blocking texnikasi mana shunaqa qilib bizga zo'r yordam berishi mumkin. Bu ikkinchi texnika. Men time blocking har kuni har xil joyda ishlataman. Keyingisi fil prinsipi. Katta narsani kichkina bo'laklarga bo'ling. Kichkina bo'laklarga bo'ling. Misol uchun, 1000 ta xorijiy so'z yodlashingiz kerak. Okay, 20 ta, 10 ta, 5 ta qilib bo'lib chiqing. Birdaniga hammasini o'ylamang. Agar professional mnemonist bo'lmasangiz yoki mnemonika bilan ko'p shug'ullanmagan bo'lsangiz, qiynalasiz. Ertaga hali bu temaga ketamiz, lekin masala nimada? Yoki deylik, sizga ustoz 10 ta unitni bajarishayotgan. Mana shu 10 ta unitni bajarasan uyingda, mana shu mashqlarni bajarasan degan. Siz uyga keldingizda 10 tasini bajara olmaysiz, bilasiz. Slishkim katta fil, og'ziga sig'maydi. Nima qilish kerak? Bo'lib chiqish kerak. Bam bo'lib chiqasizda, bitta bo'lagini bajarasiz. Bitta unitni bajarasiz, boshqa ish qilasiz, nimadir qilasiz. Ikkinchi unitni bajarasiz, ozgina yana ish qilasiz. Uchinchi unitni bajarasiz. Shunaqa 10 tasini bajarib qo'yasiz. Tushundingizmi? Filni ham yesa bo'ladi, faqatgina filni ishni bo'laklab qilish kerak. Bu prinsip. Ya'ni filni ham yetib tugatsa bo'ladi prinsip. Endi 2 soat hech narsa qilmasdan, mana shu joy skrin qo'yib olinglar, iltimos. Meni eng yaxshi ko'rgan qoidam bu. 2 soat hech narsa qilmagandan 5 daqiqa ishlagan yaxshi. Men ko'pincha odamlarga aytaman, "Oy, inson deyman, kuniga 5 minut sport bilan shug'ullan" deyman. Bilasizlarmi menga odamlar nima deydi? 5 minut kam emasmi deydi. Men aytaman, "Necha minutda shug'ullanyapsiz hozir?" desam, "Umuman shug'ullanmayapman" deydi. 5 minut kam emas, 5 minut cheksiz ko'p. Umuman shug'ullanmasdan 5 minut million martalab ko'p. Tushundingizmi? Umuman til bilan shug'ullanmagandan kuniga 10 minut shug'ullangan 1000 martalab yaxshi. Kim sizga aytdi 5 minut kam deb? Qay unaqa kibr? 5 minut hazillashmang 5 minut bilan. 5 minutda hayotingiz hal bo'lib ketadi. 5 minut vaqtni orqaga dunyoni puliga qaytara olmaysiz. Ishonasizmi shu narsaga? Dunyodagi eng boy odamni olib keling, men 5 minutda qaytarib bersin. Qanday imkoni bor bu narsani? Lekin biz tupurganimiz bor. O'zimizcha 5 minutni men 5 minut ham dars qiladim. Ha, dars qilaman, men qilaman dars 5 minutda. Men 5 minutdan dars qilib rekord o'rnatdim, Rossiya rekordini. Ertaga jahon rekordini o'rnataman bor. Tushunasizlarmi? Ya'ni tushuninglar, mana shu narsani bilishinglar kerak. 5 minut kamdek tuyuladi, lekin ishoning, time blockingda hatto 5 minut umuman qilmayotgan narsangizni 5 minutdan qilishni boshlang. Dars umuman qila olmayapsiz. Okay, 5 minutdan boshlang. Hali umumandan 1000 marta yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyingi holat. If then usuli, men eng yaxshi ko'rgan usullardan biri. Qaranglar, mana shuni sal chuqurroq tushunib olishingiz kerak. Rejalashtirish usuli hisoblanadi bu. Siz nima qilib qo'yasiz? Misol uchun, tadbirkorsiz deylik. Men hozir doskaga yozib tushuntiraman. Tadbirkorsiz. Men uyga kelyapsiz-da, deylik, tadbirkorlar ham hozir o'qiyapti ko'p, ingliz tilini o'rganadi, arab tilini o'rganadi, yana til o'rganadi. Uyga keladi, uni niyati o'tirib so'z yodlash bo'lgan, deylik. Uyga kelib, charchab, yotib oladi. Yotib oladi-da, televizor ko'radi. Endi if then usuli orqali qanday qilib rejalashtirsangiz bo'ladi. If then degani agar shunda men degani. Endi qo'pol tarjima qiladigan bo'lsak, agar bu formula shunda men ma'no bo'yicha to'g'ri bo'ladi. Shunda qaranglar. Agar uyga kelib charchasam, shunda men 5 daqiqa so'z yodlayman. Prям plan qilib qo'yasiz. Tushundingizmi? Misol uchun, deylik, shirinlik yeb qo'yapsiz. Agar men shirinlik yeb qo'ysam, ko'chaga chiqib yarim soat aylanaman. Endi buni
bu tadqiqoti bor buni, eng qizig'i. Men endi tadqiqotlarni ham ikir-chikiri bilan takoy chertib tanlash odatim bor. Men polностью tekshirib chiqaman. Masala nimada? Juda ham katta foizga o'ziga berilgan va'dani bajarishni boshlaydi odam. Yoki misol uchun bunday qilsangiz bo'ladi. Agar prям screen qilinglar kerak bo'lsa shu joyim, men shu tushuntiradigan joyim. Qarang. Agar ertalab turganimda uyqum bosib, uxlagim kelsa, shunda men o'rnimdan turib 2 marta o'tirib turaman. Prям ssenariy qilib yozib oling. Kichkina menga agar shunda men ssenariylar yozib olasiz. Bir 5 tami mayda qilib yozib olingda, o'sha holat kelganda, agar holat kelganda, shunda mendan keyingi harakatingiz miyangizga avtomatik tarzda bo'ladigan bo'lib qoladi. Bu zo'r usul. Aziz, o'ta kuchli usullardan biri mana shu hisoblanadi. Agar shunda men usul, if then usuli eng asosiy usullardan biri prokrastinatsiya yengish uchun. Agar men uyga kelib charchagan bo'lsam, shunda men 5 daqiqa ingliz bilan shug'ullanaman. Prям yozib olasiz. Uyga kelasiz-ku charchab. Charchaganingizni his qilganingizda haliga rejasingizga kelib bo'ladi. Esingizdan chiqib qolmaydi ham, boshqa narsa bo'lmaydi ham. Mana shu masala. Ya'ni o'zingiz uchun tushunib olinglar. Eng asosiy narsa nimadan iborat? Agar shunda men usuli siz uchun mana shu formula bo'yicha. Agar mana bunaqa bo'lsa, shunda men mana bunaqa qilaman. Juda oddiy formula. Agar mana bunaqa bo'lsa, shunda men mana bunaqa qilaman. Va hokazo. Xo'p, keyingi texnika antiprokrastinatsiya muhim. Muhit aniqrog'i. Nima degani antiprokrastinatsion muhit degani? Bu muhitni o'zingizga yaratib olishingiz kerak. Qaranglar. Men uyimda qanaqa? Telefonim boshqa xonada turadi. Birinchidan, ikkinchidan, kompyuterda ijtimoiy tarmoqlarni men polностью olib tashlaganman. Faqatgina telefonimda bor. Men Instagramda qilaman. Menda media bor. Keyingi holat, ish stolim tartibda turadi. Doim. Hech qachon meni ish stolimda bekorchi narsa yotmaydi. Mumkin emas. Olib tashlab yuboraman bo'ldi boshqa joyga. Stolim men xona bardak bo'lsin. Boshqa joy bardak bo'lsin. Meni ishlayotgan joyim bardak bo'lmasligi kerak hech qachon. Keyingisi uyqu kelsa joy almashtiraman doim. Mabodo uyqum kelsa, hatto menda bu muammo kam bo'ladi. Men uyqum kelmaydi. Mabodo bo'lib qolsa, shab turaman-da boshqa joyga almashtiraman. Va yaqinlar, tanishlarim ogohlantiraman. Bitta narsa, o'zingizni vaqtingizni uydagilarga hurmat qilishni o'rgating, tarbiyalang, hammani tarbiyalang. O'zidan katta kichik farqi yo'q. Tarbiyalang. Men dars qilyapman, men nima qilyapman, va hokazo. Ular keyin sizlarni vaqtinglarni hurmat qilish boshlashadi. Bir marta eslaridan chiqib qoladi, 2 marta eslaridan chiqib qoladi, 3-martada yaxshi bo'ladi. Endi tasdiqlovchi ta'limga bitta kitob tavsiya qilib o'taman, qaranglar. Men ishlatgan eng kuchli texnikalardan biri tasdiqlovchi ta'lim bu Karen Pryor'ni itga baqirmang degan kitobi bor. Karen Pryor mana shu kitobni topinglar. Не рычите на собаку. O'zbek tilida yozilgan, yozilmagan bilmayman, lekin muhim emas. Hozirgi kunda sun'iy intellekt bor kunda qaysi tilga tarjima qilinmaganini mendan so'rash kerak emas. Bitta olib chiqinglar, keyin ekranga screen qilib olasan. Qaranglar, bu kitob qanaqa? Meni eslab qolishimni oldida, anaqa shug'ullanishimni oldida takoy bitta idishcha turadi, ichida mayiz turadi. Izum. Shug'ullanamanda tugataman-ku. Misol uchun bitta dek yodlayman. Speed reading qilib. Shuna bitta mayizni olaman, og'zimga tashlayman. Tasdiqlovchi ta'lim. Tushundinglar? Ya'ni men kichkina mukofotchalar tizimini yasab chiqqan. Bu zo'r ishlaydi, ishoning. O'sha 19-yilda men 5 daqiqa ichida 400+ raqam eslab qolardim. O'rtacha. Hozirgi kunda ham O'zbekistonda eng kuchli nimani eslab qola oladigan xolos bu narsa. Oradan 6 yil o'tdi vaholanki. Va 6 yil oldin qilgan narsamni ko'pchilik yillab shug'ullangan bolalar hozir qilyapti. Mana shu sabab. Darsda o'tiribsiz, ingliz tili bilan shug'ullanyapsiz. Unitni bajardingiz, bitta unit bajardingiz. Ustozingiz aytgan unit. Hop, mayiz. Qanaqadir mukofot, kichkina yengil mukofot. Bitta musiqa bo'lishi mumkin, bilmadim. Tasdiqlang, ta'lim, bu tasdiqlovchi ta'lim deyiladi. Xo'p, dalish. Eng kuchli texnika bu meni mindsetimga bog'liq texnika. Ya'ni mindsetimga bog'liq texnika degan nima nazarda tutyapman? Fikrlash bilan bog'liq bo'lgan kuchli texnika. Bu mindset orqali dangasalikni yengish. Bu yerda siz fikrlashingizni to'g'rilaysiz va bu orqali siz o'zingiz dangasaligingizni sekin-sekin, xudo xolisa
yengasiz. Lekin bundan oldin, mana shu texnikani, oxirgi texnikani ko'rib chiqishimizdan oldin, sovg'alardan oldin bizda taqdimot bor. Taqdimotdan tashqari bitta video qo'yib beraman sizlarga. Bu videoni biz hech qayerda qo'ymaganmiz hech qachon. Birinchi marta sizlar ko'rasizlar, katta ehtimol bilan. Tayyor bo'lsanglar, taqdimotga tayyor bo'lsanglar, videoga tayyor bo'lsanglar, 7-usulni biz уже davom ettiramiz taqdimotdan keyin. Men sizlarga hozir Supermiyani keyingi loyihasini taqdimot qilib beraman, tushuntirib beraman, nima qayerda, qanaqa va hokazo. Plus bosib olaylik shunchaki bo'ldi. Tamom. Men sekin-sekin boshlayman. Eng qizig'ini aytaman sizlarga bitta masalani. Eng asosiysi. Bugungi sovg'alar hech qachon bo'lmagan. Bu 1. 2. Agar mabodo даже sizlarga taqdimot qiziq bo'lmasa ham, taqdimotda o'tirish tavsiya qilaman. Nimaga? Ko'p narsalarni o'rganish lozim. Men sizlarga o'zimni planimni ko'rsatib beraman. Xo'p, pluslar ketdi. Tak, demak, xudo xolisa taqdimot hozir sizlar bilan birgalikda o'sha taqdimotimni, ya'ni Supermiyani qisqa treylerini birgalikda ko'ramiz. Yigitlar tayyor bo'lsanglar, 3, 2, 1 ketdik. Xohlagan ma'lumotingizni xohlagan hajmda eslab qolsangiz bo'ladi. Raqamlar, kitoblar, matnlar, bir kunda minglab xorijiy so'zlar, farqi hammasini eslab qolasiz. Lekin bilasizmi nima? Ko'pchilik bu haqida bilmaydi. Inson miyasi dunyodagi eng murakkab narsa va undan qanday qilib to'g'ri foydalanishi bizga hech kim hech qayerda o'rgatmaydi. Maktabda ham, universitetda ham hech qachon tushuntirishmagan. Qanday qilib miyamizni to'g'ri ishlatishimizni. Shuni hisobiga milliardlab odamlar o'zini miyasini to'g'ri ishlata olmaydi va bundan qiynalishadi. Internetda minglab soatlarga teng keladigan videolarim bor, juda ham ko'p. Podkastlarda chiqqanman, juda ham ko'p videolarni olganman va deyarli hammasida qanday qilib miyangizni ishlatish orqali hayotingizni o'zgartirishingiz mumkinligi haqida gapirganman. Tasavvur qiling, siz dunyodagi eng kuchli kompyuterni uyingizga olib keldingiz, lekin undan qanday qilib foydalanishni bilmaysiz. Supermiyada men aynan shu narsani o'rgataman. Ya'ni qanday qilib boshingiz ichidagi super kompyuterdan to'g'ri foydalanish. Qanday qilib xotirangizni 10 barobarga kuchaytirishingiz mumkin. Qanday qilib kitobdagi ma'lumotni bitta o'qishda eslab qolishingiz mumkin. Qanday qilib soatlab chalg'imasdan ishlashingiz va o'qishingiz mumkin. Qanday qilib xorijiy so'zlarni bir kunda 1000 ta va undan ko'prog'ini eslab qolishingiz mumkin. Shu barcha savollarga aynan men javob bera olaman. Inson xotirasi ikkita turga bo'linadi. Birinchisi tug'ma, ikkinchisi esa orttirilgan xotira, ya'ni mashqlar orqali shakllantirilgan xotira. Eng qizig'i shundaki, mashqlar orqali siz o'zingizni tug'ma xotirangizni 10, 50, kerak bo'lsa 100 barobarga kuchaytira olasiz. Buning uchun shunchaki to'g'ri mashqlarni bajarishingiz kerak. 3250 ta raqamni eslab qolib rekord o'rnatganimda buning imkoni borligidan ko'pchilik shokda bo'lgan. Lekin haqiqiy shok bilasizmi nimada? Haqiqiy shok shundaki, barcha inson xuddi shunday super kuchli xotiraga ega bo'lishi mumkin va buning uchun faqatgina to'g'ri usullardan foydalanish kerak. Ko'pchilik bitta narsani esdan chiqarib qo'yishadi, daholar ham odam. Ya'ni siz ham daho bo'la olasiz. Men sizga beradigan usullarning eng yaxshi tomoni shundaki, ular universal. Ya'ni yoshingizdan, jinsingizdan, aqliy faoliyatingizdan, millatingizdan qat'iy nazar men aytgan mashqlarni bajarsangiz, siz o'zingizni miyangizni rivojlantira olasiz. 12 yildan beri miya rivojlantirish bilan shug'ullanaman, lekin qisqa vaqt ichida miyangizni shu darajagacha kuchaytirib tashlashingiz mumkinligi meni hali ham hayratga soladi. Men Davronbek Turdiyev va bu Supermiya loyihasi. Kimga yoqdi treyler? Kimga yoqdi? Menga yoqdi deb yozishingiz mumkin. Xo'p, demak, Supermiya taqdimot. Ketdik, boshlaymiz. Undan keyin уже mindset bilan ishlash bo'ladi. Ya'ni ishimiz bor hali ko'p ish bugunda. Xo'p, bu aslida taqdimot emas. Bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, bu meni miyamni shu darajaga olib kelgan yo'l. Men sizlarga o'zim retrospektiv g'oyamni beraman, retrospektiv aniqrog'i rejamni beraman. Nima degani bu? Men sizlarga tushuntirib beraman qisqa qilib aytganda. Yangi 2 oylik Supermiya transformatsiya loyiham. Bu loyiha nima uchun bor? Nima sabab bor? Aytib beraman, qarab turinglar. Supermiya transformatsiya 5-maydan boshlanadi, xudo xohlasa. Va nima uchun bor bu narsa? Nima uchun bu kurs bor? Meni asosiy bitta maqsadim bor. Har doim aytaman bu narsa. Odamlar miyasidan to'liq kuchdan foydalanishni o'rgatish. Men juda ham afsuslanganman, men kech boshlaganman, 22 yoshda boshlaganman. Hozir 34 ga kirdim. 12 yil umrimni men shu narsaga sarfladim. Qaniydi maktabda men shu narsani bilganim. Qaniydi bir kishi Davron, men shuni o'rgan, mana shunaqa narsalar bor, shunaqa texnikalar bor. Qaniydi.
Mana shu narsani gapirmasliging uchun, men hozir sizlarga shunaqa o'zimni rejamni, ya'ni men qanday qilib mana shu rekordni bekor ko'rsatmadim sizlarga. Shu yerdan xotirani mana shu darajada, mana bu darajagacha qanday qilib olib chiqqanimni polностью sizlarga Xudo xolisa ko'rsatib beraman. Chunki agar miyangizdan to'liq imkoniyatdan foydalansangiz, ishoning, istalgan muammoni yecha olasiz. Til o'rganaman siz. Til o'rganasiz, dangasini yengaman siz. Dangasini yengasiz, biznes qilaman siz. Biznes qilasiz. Biznesda ham hozirgi kunda ko'p narsa o'rganmoqchi bo'lasiz. Uni o'rganasiz, buni o'rganasiz. Yangi narsani o'rgan. Nechta tadbirkor oldimga keladi, hech narsani o'rgana olmayman, uni qila olmayman, buni qila olmayman. Hamma narsani qilsa bo'ladi. O'zi hayotda asosiy maqsadlaringiz qanaqa? Chatga yozinglar. Qanaqa maqsadlaringiz bor? Nima maqsadlaringiz bor? Nimani o'rganmoqchisiz? Nimani hayotingizni o'zgartirmoqchisiz? Qayergadir bormoqchidirsiz, filial ochmoqchidirsiz, bilmadim, til o'rganmoqchidirsiz, arab tilidir, ingliz tilidir, xitoy tilidir, xudo biladi, men bilmayman. Qanaqa maqsadingiz bo'lishidan qat'iy nazar hammasini men bu qilaman. Tushunyapsizlarmi? Mana boshingiz ichidagi organ, miya. Xo'p, endi bitta narsaga aniq ishonaman, men har bitta inson o'zini ichidagi potensialni daholar darajasigacha olib chiqa oladi. Men bu narsani ko'p ko'rganman. Prям endi Imom al-Buxoriy bo'lib ketmaysiz, lekin bitta narsani tushuning, atrofingizdagi insonlar hayron qoladigan darajada miyangizni rivojlantirishingiz mumkin. Menda doim bo'ladi bunaqa narsa. Ko'pchilik, buni imkoni yo'q, voy buni qilib bo'lmaydi, uni qilib bo'lmaydi va hokazo va har bitta inson o'z hayotini o'zgartira oladi. Men qanday qilib miyamni shu darajaga olib keldim, men sizlarga tushuntiraman. Bu meni yoshligimdagi rasmim. Bu meni retrospektiv rejam, ya'ni nima degani? Retrospektiv degani, bu degani o'tmishda 22 yoshimdan nima qilishni boshlaganman. Hozir har bitta qadamimni aytib beraman. Yozib skrin qilib o'tiringlar, обязательно. Bu sizlarga muhim bo'ladi. Shu qadamlarni polностью o'tsanglar, shu qadamlar degan narsalarni o'rgansanglar, sizlarning xotiranglar kamida manikichalik bo'ladi. Atak bundan kuchli bo'lishi aniq. Endi mana shu qadamlar rekord darajagacha olib keldi va aynan shu qadamlar meni jahon chempioni qiladi. Balki, Xudo xolisa, buni Xudo biladi, nasib. Jahon chempioni Xudo xolisa jahon chempionatini yutishgacha aynan shu reja olib keladi. Ya'ni bu reja bo'yicha hali ham ketyapman. Bu rejani siz ham amalda qo'llashingiz mumkin. Yana bir marta tabriklayman. Tabriklashimning yana bitta sababi bor. Bugun sal turib aytaman. Bu sababni topa olmaysizlar katta ehtimol bilan. No aytaman. Men bilan birgalikda siz o'zingizni mana shu yo'lingizni o'tishingiz mumkin. Nimaga men bilan birgalikda? Buni ham hozir aytaman. Qarang. 7 hafta, 8 ta bo'lsa jonli efir, 40 tadan ko'proq darslar va kitoblar, sovg'alar bo'ladi. Bu sovg'alar haqida alohida aytaman. Iloji bo'lsa o'tirib olinglar, sovg'alarni eshitayotgan paytda, chunki xushinglardan ketib qolishingiz mumkin. Endi qay tarzda o'tiladi? Telefonda va laptoplarda, ya'ni kompyuterlarda kuzatsanglar bo'ladi. Bitta masala, hozir rejani yozib olinglar. Men o'zimni rejamni berib o'taman. Qarab turinglar. Bu loyihaning ichida qanaqa bo'ladi? Birinchi hafta mnemonikani asoslari. Men nima qilganman? Men birinchi o'rinda mnemonikaga kirishni o'rganganman. 99% inson mana shunda qotadi. 99% inson mnemonika bilan tanishadi, dal shu yurmaydi. Eng go'shli joylar keyin keladi o'z aslini olganda, lekin men birinchi o'rinda o'zimni xotiramni rivojlantirish jarayonida ana shu texnikalarni o'rganganman. Zanjir usulini o'rganganman, lokatsiya usulini o'rganganman. Dunyodagi eng kuchli usul lokatsiya usuli. Istalgan ma'lumotni silab qolsa, Lyuboy jahon rekordi lokatsiya usuli orqali o'rnatiladi. Lyuboy 70 mingta raqam, 800 mingta so'z, 354 ta, misol uchun 15 mingta 354 so'z eslab qolgan Simon Reinhardt degan inson. Okey, bu ham lokatsiya usuli. Men shu usulni o'rganganman. So'zlarni eslab qolishni o'rganganman. Aro-aro ketma-ketligini va tasviriy sayohat mashqi. Mana shu 5 ta mashq birinchi haftada 5 ta dars sifatida loyihaning ichida bo'ladi. Prям xuddi menga o'xshab boshdan xotiranglarni rivojlantirib kelasizlar. Skrin qo'yasanglar bo'ladi. Xo'p, demak, endi birinchi haftadan keyin xotirasizlar qanaqa ishlashini tushunib olasizlar. Samarali foydalanishni o'rganasizlar xotiradan. Eslab qolish dunyodagi eng kuchli hazilsiz, yana bir marta dunyodagi bundan kuchli usul topib kelsanglar, men o'zim shaxsan o'rganib ishlatishni boshlayman. Kamida 10 karra tezlashadi ma'lumot eslab qolishingiz va ma'lumotni xotiraga saqlash va uni kerakli vaqtda qiynalmasdan ishlatishni o'rganasiz. Keyingi ikkinchi haftada. Keyin men nima qilganman? Men super xotira tizimini yasaganman. Major system deydi. Major sistemani yasaymiz. Major sistemani sizga men ko'rsatib beraman, qanday yasash kerak. Ilgariga oldingi supermeda qatnashgan bo'lsangiz, sizlarga bitta sir ochaman. Bu darslar hammasi yangi boshqatdan olingan, yangi narsalar qo'shilgan, sistema yasashga ham, boshqa narsaga ham polni level up bo'lgan. Bitta pog'ona tepaga chiqqan. Flash kartalardan foydalanishni boshlaganman. Dangasalarning kelib chiqish sabablarini o'rganganman. Nimaga? Chunki aynan shu yerda ikkinchi haftada ko'pchilikda dangasalik uyg'onishi boshlaydi. Major siz tuzgisi kelmaydi, boshqa qiladi. Bugun shuncha sabablarni aytib o'tdim dangasalik. Har bittasi shu qichitishni boshlaydi. Mana shu narsalarni yengishni Xudo xolisa o'rganasiz. Pomodoro metodi va uni ishlatish, flash kartalar xotirani rivojlantirish uchun.
raqamlarni eslab qolish. Raqamlarni eslab qolish deganda, raqamlarga tegishli hamma ma'lumotni eslab qola olasiz. Uzunlik, vazn, yil, pil, shil, mil, nimadir summasi, bu va hokazo. Qatta raqam bo'lsa hammasini eslab qolasiz. Bu ikkinchi hafta, buni ham polностью ko'rib olinglar. Mana ikkinchi haftadagi reja. Ya'ni ikkinchi haftada mana shuni. Prям men qanday qilgan bo'lsam shunaqa. Keyin ikkinchi haftadan oladigan asosiy natijalar. Istalgan turdagi raqamli ma'lumotni eslab qolishni o'rganasiz. Dangaslarning kelib chiqish sabablarini tushunib olasiz, xudo xolasa aniqlaysizda va u narsani qanday qilib yengishni men o'rgataman. Dangaslarni yengmasangiz xotirangizni rivojlantira olmaysiz chunki. Shaxsiy samaradorlikni kamida 2x oshirishga harakat qilamiz. Atak 3 yoki 5x ham oshishi mumkin. Bir necha karra oshadi qisqasi. Keyin 3-haftada supermiyani transformatsiya 3-haftasida biz sizlar bilan super fokus haqida gaplashamiz. Ya'ni diqqatni qanday qilib o'ta kuchli bitta joyga yig'ishmasligi tushuntiraman. Super kuchli diqqatni qanday shakllantirish. Ko'rgansizlar, rekord o'rnatganimda ham shuncha chalg'ituvchi faktorlar bo'lsa ham, bu yerda kamera bo'lsa ham, boshqa narsa u bo'lsa ham, bu bo'lsa ham, men baribir diqqatimni bitta joyda ushlab turib, biror marta adashmadim. Shuncha raqam eslab qolib, bitta xato qilganim yo'q. Mana shu narsani shu haftada sizlarga o'rgataman. 5-minute numbers yoki speed numbers deydi ba'zida bu narsani. 5 daqiqalik raqamlar qanday qilish shug'ullaniladi, men aytib beraman. Bu diqqat uchun eng kuchli mashq. Xo'p, platformalardan foydalanishni tushuntirib beramiz. O'zimiz platformamiz bor, maxsus platforma. O'shandan foydalanish, qanday qilib o'tda shug'ullanish, qanday qilib xotirangizni shug'ullantirish, bu bizning platforma, Superman platforma. Mavhum so'zlar, qiyin mavhum bo'lgan so'zlarni qanday eslab qolish, diqqatni rivojlantirish uchun qo'shimcha mashqlar, yuz va ismlarni eslab qolish, name and faces, ya'ni yuz va odamlarning yuz va ismlarini qanday qilib eslab qolishni o'rgataman. Xo'p, demak, 3-hafta bu. Endi 3-haftada oladigan asosiy natijalar. Birinchi o'rinda xotirani miyangiz kompleks tarzda rivojlantirishni o'rganasiz. Ikkinchi o'rinda diqqatingizni bir necha karra kuchaytiruvchi mashqlarni berib o'taman va tanishgan insoningiz ismini deyarli unutmaysiz. Juda ham uzoq muddatga bittada eslab qolsa bo'ladi. Xo'p, 4-hafta xorijiy so'zlar. Xorijiy so'zlarni eslab qolishni aynan mnemonika nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Ya'ni katta hajmda eslab qolish, lekin bu yerda yana bitta masala bor. Biz har bitta supermiyada biz qo'shimcha mutaxassislarni chaqiramiz bu yerga. Nima uchun? Eslab qolingan so'zlarni sizlar aktivlashtirishingiz kerak. Ya'ni hali tam mingta so'z bir kunda eslab qolding degani, hali u so'zlarni aktiv ishlatish uchun ham mashqlar kerak. O'sha mashqlarni prям moslab beramiz sizlarga. Endi xorijiy so'zlarni eslab qolish. Qanday qilib xorijiy so'zlarni prям juda ham katta hajmda eslab qolish mumkin. Yaxshi shug'ullansanglar, kuniga 1000 va bundan ziyodini eslab qolishingiz mumkin bo'ladi. Ingliz tiliga o'xshagan tillarda, deylik ham arab tili yoki xitoy tilida sal kamroq bo'lishi mumkin, 700 ta 600 ta bo'lishi mumkin, lekin juda katta hajm baribir. Endi super tezlik darsi, qanday qilib o'ta katta tezlikda xorijiy so'zlarni eslab qolish. O'ta katta tezlik. Misol uchun jahon rekordi xorijiy so'z yozilishi, tarjimasi va talaffuzi bilan birgalikda umumiy 67 tasini eslab qolgan. Anna Barvinskiy degan 15 yoshli qizcha. Xo'p, demak, flash kartalardan foydalanish, aynan shu usulni ham o'rgataman. Flash kartalardan xorijiy so'zlarni eslab qolish uchun foydalanishni tushuntirib beraman. Murakkab so'zlarni eslab qolish va oraliq takrorlash usuli. Xorijiy so'zlarni eslab qolish uchun Leitner usuli degan usul bor, oraliq takrorlash usuli. Bu haftadan so'ng asosiy natija kuniga 1000 tadan ko'proq xorijiy so'z eslab qolish imkoniyatingiz bo'ladi. Shug'ullansangiz, mashqlarni bajaradigan bo'lsangiz, xo'p, mnemonika orqali yod olingan so'zlarni aktivlashtirish va suhbatda ishlatish haqida gaplashiladi. Bu yerda уже qo'shimcha yana mutaxassislar bor, assotsiativ xotirani yuqori darajagacha rivojlantirishni o'rganasiz. 5-hafta ham tilga bog'liq maqsad qo'yish va dekompozitsiya qilish qo'yib qo'yganman boshlanishiga. Nimaga? Chunki IELTS olish deysizmi, boshqa narsa qilish deysizmi, hammasi maqsadlaringizga bog'liq. Hammasi siz o'zingiz maqsadlaringizga bog'liq. Bu yerda bitta narsani tushunishingiz kerak. To'g'ri rejalashtirilgan til bilan shug'ullanish jarayoni sizga juda ham katta natija keltiradi. Til o'rganish qadamlari haqida gaplashiladi bu yerda. Bu yerda ham qo'shimcha kuratorlar bor. Ular sizlarga yordam beradi. Sun'iy intellektdan til o'rganish jarayonida qanday qilib foydalansa bo'ladi, istalgan til, tam bilmayman kim qanaqa til o'rganyapti. So'zlar yozilishini eslab qolishni o'rgatamiz. Bu yerda o'zimizning metodikalarimiz, ya'ni qanday qilib so'zlar yozilishini eslab qolish mumkin. Misol uchun, chempionatda xorijiy so'z eslab qolganingizda bitta harfda xato qilsangiz yozayotganda umuman kuyib ketadi, point bermaydi. Qanday qilib точно eslab qolishni o'rgatamiz. Mikro qadamlar va mikro g'alabalar usulini bu yerda o'rganiladi. Nimaga? Keyinchalik til o'rganish jarayonini tashlab qo'ymasligingiz uchun. Ehtimol o'quv markaziga chiqarsiz, ehtimol qayerdadir boshqa joyda til o'rganayotgandirsiz. Masala nimada? Dangasalik qilmasligingiz uchun mana shu hafta ko'proq usullar beriladi. Chunki tashlab qo'ymasangiz darsni o'rganishingiz aniqda. Xo'p, demak, endi 5-hafta
5 haftada xorijiy so'zlarni o'rganish uchun aniq qadamlar ketma-ketligi, maqsadingizni qo'yasiz, shu maqsadingiz til bo'lsa til, boshqasi bo'lsa va hokazo. Ya'ni spesialniy qo'yilgan buni ichiga, mana shu haftaning ichiga bu juda ham muhim bo'ldi. Xo'p, sun'iy intellektdan foydalanish orqali shu usul bilan ishlatasiz. Xususan mnemonika orqali xorijiy so'zlarni eslab qolish sun'iy intellekt juda ham muhim. 6-hafta, 2-miya. Qaranglar. Mana shu hafta shu paytgacha birorta kursimda tayyorlamagan dars tayyorlab beramiz sizlarga. Second brain degan narsa bor. Siz o'zingizni ikkinchi miyangizni yasashingiz mumkin. Bu narsani Zettelkasten deydi. Biz soddalashtirgan usulni o'rgatardik. Bu safar maxsus bitta professional, aynan mana shu narsa bilan shug'ullangan odam biz bilan birgalikda, ya'ni o'zimni darslarimdan tashqari bitta dars tayyorlab beradi, flagmanskiy. Buni ichida siz mana shu haftada birinchi o'rinda terminlarni atamalarni eslab qolish, tarixiy sanlarni eslab qolish, Zettelkasten usuli, ya'ni ikkinchi miyani qanday qilib yasashni o'rgataman. Tushunasizlar o'zi nimaligini. U yerda juda ham ajoyib sxema. Hayotingizni ancha o'zgartiradi, katta bitta konstruksiya bo'ladi. Sun'iy intellektdan ham даже bu ko'proq foyda keltiradi sizga. Xo'p, demak, nutqlarni eslab qolish, ya'ni 8 soat, 6 soatlik nutqi bittada eslab qola olasiz. Ko'rib chiqsangiz bo'ldi ketma-ketligi. Test javoblarini eslab qolish. DTM testlariga misol uchun 2 soat, 3 soatda 500 ta 600 ta o'ndan ziyodani javoblarini eslab qolsa bo'ladi. Xo'p, demak, termin tarixiy sanlarni eslab qolishda qiynalmaysiz, 6 soatlik nutqlarni eslab qolish. Qiynalmaysiz, xudo xolasa, katta hajmdagi matnli ma'lumotlarni yaxshiroq tushunishni eslab qolish boshlaysiz va eng asosiysi Zettelkasten, ya'ni ikkinchi miyani yasashni sizlarga o'rgatamiz. Istalgan imtihonga bir kunda tayyorlanishingiz mumkin bo'ladi, agar bu testli imtihon bo'lsa. Xo'p, 7-hafta mindset, fikrlash va mindset, kognitiv illyuziyalar, yolg'onlarni aniqlash, default mode network, ya'ni default tizimini qanday qilib ishlatish mumkin va haftalik rejalashtirishni sizlarga o'rgataman. 7-haftadan so'ng xudo xolis fikrlashingizni to'g'rilab, o'zingizda to'g'ri mindset shakllantirasiz. Maqsadlaringizni rejalashtirish uchun olasiz. Qisqa qilib aytganda, mana shu polностью super xotira uchun o'rganib kelingan narsani keyin polностью qo'lga olasiz. Xo'p, endi kuratorlar bo'ladi yoki mentorlar bo'ladi. Sizlarga bitta odam qo'shilgan, ilgari kuratorlarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Kuratorlar bilan qisqa tanishtirib o'taman. Mendan tashqari yana ustozlar bo'ladi. Birinchisi Abdufattohov Javohir, 4 karra Rossiya onlayn chempionati chempionatda 4-Rossiya onlayn chempionati birinchi o'rinni olgan yuzuv ismini eslab qolish bo'yicha O'zbekiston ofitsial rasmiy rekordchisi. Moskva shahrida 21-yilda 5 daqiqalik raqamlarni eslab qo'ying. 5 yillik tajriba 8000 ta o'quvchini kuratorlik qilgan. Mardanov Fayozjon eng kuchli xotira egalaridan biri O'zbekistonda, juda ham tez eslab qoladi. Al-Buxoriy nomerida turnirda vitse-chempion bo'lgan, udivительный людida ishtirok etgan. Mana bugun videolarni ko'rgan bo'lsanglar, bu yigit ham chiqqan shogirdim. 4 yillik ustozlik tajribasi bor, 8000 ta o'quvchiga kuratorlik qilgan. Madaminov Islomxo'ja O'zbekistonda eng ko'p chempionat yutgan, xotira chempionati yutgan inson mana shu bo'ladi. Mana shu yigit bo'ladi. Bu ham Supermeda qatnashgan qachondir. Hozir bizda kurator 3-onlayn Rossiya turniri. Birinchi o'rin 22-yilda borib Rossiya turnirini, mana ko'pchiliginglar bilmaysizlar, O'zbekiston jamoasi borgandik. Sinergiyada turnir bo'lgan, sindirib tashlagan bu bola. Hammani yutgan. Tushunishingiz uchun 2-o'rinni olgan qiz dunyoda rasm eslab qolish bo'yicha 4-o'rinda turardi. O'shani ham yutgan Islomxo'ja, hammani yutgan, o'shanda yutib kelgan. 5 yil ustozlik tajribasi bor, 8000 dan ko'p o'quvchilik kuratorlik qilgan. Bekzodjon Yusupov Rossiya ochiq chempionati 3-o'rin O'zbekiston eslab qolishdi. 5-o'rinni olgan top 5talikka kirgan speed cubing bo'yicha 9 karra rekordchi, O'zbekiston va Qozog'iston rekordchisi chempioni va удивительные люди ko'rsatuvining ishtirokchilari. 5 yildan beri ustozlik qiladi. Eng katta nazariy ma'lumot bunda bor va 5-chi bitta kurator, yangi kurator qo'shildi bizga. Abdurasul G'afurov Jahon xotira ligasida, qarab turinglar. Jahon xotira ligasida butun jahon reytingida bu kurator, bu ustozinglar 14-o'rinda turadi. Top 20, top 15 dashi. Tasavvur qilyapsizlarmi? 14-o'rinda turadi. UMS 2022-yilda yuzuv ismini eslab qolish bo'yicha 3-o'rinni olgan. 8-Rossiya ochiq chempionatida 2-o'rinni olgan va Yevropa, Afrika chempionatida ham qatnashgan ekan, bugun bildim. Ochiq chempionatda finalga chiqqan. 3 yil ustozlik tajribasi 2000 ta odamga dars bergan shu paytgacha. Bu yigit ham juda ham kuchli, ayniqsa hozir juda katta oborotlar olib ketgan. Prosta tushuninglar, dunyoda 14-inson haqida gap ketyapti. Xo'p, endi bitiruvchilar orasida musobaqa o'tkazamiz. Polностью mana shu kurs yakunlangandan keyin musobaqada mana o'tgan bitiruvchilar bilan musobaqa bo'lgan. Maxsus prizlar bor, atmosfera zo'r bo'ladi. Bir nechta yo'nalish bo'yicha bilan bellashasizlar. Yangilar bilan eskilar bilan qisqasi chalkash bo'lmaydi. Undan keyin offlayn ko'rishamiz sizlar bilan birgalikda, xudo xohlasa. Offlayn ko'rishamiz, offlayn bitiruv bo'ladi. Bitiruv kechiramiz, juda ham zo'r bo'ladi.
taxminan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ko'plab shogirdlar keladi, bitiruv prям kurs ichida, ya'ni alohida bitiruvga to'layman, hokazo deb o'ylamanglar, yo'q. Xo'p, demak, endi mana hammasi eng asosiysi men qanday qilib shug'ullanganimni sizlarga ko'rsatib beraman. Men qanday qilib shug'ullan. Endi asosiy mashqda bitta narsani o'ylab ko'rsanglar bo'ladi. Men tushuntirishimdan oldin qaranglar. Bu yerda men sizlarga beradigan bilimim polностью men o'zim bajargan narsa. Men bitta studentligimda bu narsani boshlaganman, meni hayotim butunlay o'zgarib ketgan. Butunlay 12 yil oldin boshlagan narsamni shu paytgacha hozirgacha ishlatib kelyapman. Nechta odamga bu narsani o'rgatgan bo'lsam, nechta odamga bu narsani ko'rsatgan bo'lsam, nechta odam bilan bu narsani biz ustida ishlagan bo'lsak, shu paytgacha hech kim kam bo'lmadi. Asosiy bitta narsani men sizlarga ayta olaman. Bu yerdan olgan narsanglarni butun umr ishlatasizlar. Butun umr ishlatasizlar. Men shaxsan sizlarga o'zim ustoz bo'laman. Va undan tashqari 5 ta O'zbekistonning eng kuchli xotira egalari sizlarga ustoz bo'ladi. Miyanglarni qanday qilib, xotiranglarni qanday qilib ishlatishni ular sizlarga o'rgatishadi. Hayotinglarni butunlay o'zgartirib yuborsa bu narsa. Qancha to'lagan bo'lardingiz? Chatga yozishingiz mumkin. O'zingizlarni anaqanglarni qancha to'lagan bo'lardingiz? Mana hayotingizni butunlay o'zgartirib yuboradigan, xotirangizni 10 barobar, 20 barobar kuchaytirib yuboradigan narsa. Chatlarni blokirovka qilib tashlaganmisizlar? Qancha to'lagan bo'lardingiz? Yozamiz. Ketdi, sразу yozish boshlashdi. Onlayn bo'ladi, конечно. Конечно, onlayn bo'ladi. Tushunib turibman, qiymati katta buni, ya'ni cheksiz. $300, $200, $10,000, $1,000, 10 million so'm, $250, $700, $1,000, $10,000, $10,000. O'zi da, $1,000. Denis 200 ming. Aka chiqib keting chatdan iltimos. Xotirangiz 200 mingga baho olasangiz, sekin borib choy ichib o'tiraman 200 mingga anam ko'rib. Qayer 200 ming? Hokazo. Xo'p, demak, kimni kutaman bu yo'lda? Hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, pagnali. Miyangizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, ketdik. Xotirangizni bir necha karra shug'ullantirmoqchi bo'lsangiz, ketdik. Yuringlar men bilan birgalikda. Hali sovg'alar va hokazo haqida gapirganim yo'q, lekin kim uchun emas bu narsa? Birinchidan 200 ming hayolingizga kelgan bo'lsa, iltimos chiqib keting, bu yerda o'tirmang. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, agar o'z ustingizda ishlashga tayyor bo'lmasangiz, ishlash kerak bo'ladi va ko'p mehnat qilish kerak bo'ladi. Men sizlarga yordam bera olmayman. Mehnat qilaman, sindirib tashlayman, men tayyorman, men o'zim miyam rivojlantiraman desanglar, ketdik. Men sizlarga o'rgataman, tushuntiraman, ko'rsataman. Yillar vaqtingizni ekonom qilib qolaman. Istalgan narsani tez o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, tariflar bilan tanishtirib o'taman. Birinchisi mustaqil tarif, har doimgidek 7 haftalik dars bor, umumiy chat bor, dostуп bor chatga, vazifalarni bajarish uchun tarqatmalar beriladi sizlarga va hokazo. Kurs yakunigacha darslar sizlarda turadi. Premium tarif bor, har doimgidek. Premium tarifda mustaqilda nima bo'lsa o'sha bor. Undan tashqari kuratorlar bilan savol-javob guruhlari bor. Kuratorlar sizlarning savollarga javob beradi. Vazifalarni tekshirish bor. Bu safar bitta yangi narsa qo'shganmiz. Prям tekshirib majburlab vazifa qildiramiz. Dangasaliginglarni oldini olish uchun. Xo'p, haftada bir marta men bilan birgalikda jonli efir bo'ladi, xudo xolisa. Kuratorlar so'ng, kursdan so'ng polностью, ya'ni 1 oy turadi sizlar bilan birgalikda. 1 oy sizlarning savol, ya'ni polni 7-8 hafta o'qiganimizdan keyin 1 oy mobaynida hali kuratorlar sizlar bilan birgalikda umumiy ishlaydi va kurs tugatganingiz haqidagi asosiy sertifikat beriladi va 30 kunlik to'lov qaytarish kafolati bor. Lekin yana bitta yangilik bor, qisqa yangilik. O'quvchilarimiz orasida yana yuqori natijalarni qayd qilish uchun biz nima kerakligini aniqlashtirish uchun kichkinagina oпрос o'tkazganmiz, so'rovnomalar o'tkazdik va tadqiqot so'rovnomalarni xulosa qildik. Xulosa qildikki, individual ishlashimiz kerak. Ya'ni individual podxod qilishimiz kerak va mini 10 kishilik guruhlar ochganmiz va bu sizlar uchun mentor bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash imkoniyatini beradi. Maxsus VIP onlayn uchrashuvlar bo'ladi va qisqasi bu qo'shimcha feedback berish uchun bitta platforma bo'ladi. Mentorlar hozir sanab o'tgan kuratorlarim, men shaxsan birga ishlayman. Endi mentor aynan sizning holatingizdan kelib chiqqan holatda savol javob beradi, feedback beradi, vazifa beradi. Endi qarab turinglar. Asosiy masala nimada? Yana ikkita tarif bor. Birinchisi platinum, ya'ni premiumda va mustaqilda nima bo'lsa o'sha narsa bor bo'ldi. Undan tashqari kurs davomida shaxsiy kurator bo'ladi, shaxsiy mentor bo'ladi. Haftada bir marta jonli efir bo'ladi mentorlar tomonidan. Qayta aloqaga chiqish kerak. Haftada bir marta men Zoom o'taman.
Zoom, jonli efir emas, Zoom aniqrog'i va savol-javob guruhi bo'ladi men bilan Platinum guruhda. Shaxsan men o'zim savollarga javob beraman. Xo'p, va Supermiya Box bor. Supermiya Box hozir ko'rsataman. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bunaqa bokslar jo'natiladi. Mana qaysi biri? Bokslar. Bu yerda bloknot, timer, va hokazo. Supermiya logotiplari bilan. Naushnik bor, quloqchin bor. Kecha mendan so'radinglar, quloqchin. Men o'zim shaxsan ishlataman quloqchindan, xuddi mana shunaqa mana. Mana bunaqa naushnik quloqchinlar bor. Polностью diqqatingizni yig'ib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, keyingi masala. Bu VIP tarifi, eng oxirgi tarif. 4 marta offline dars bo'ladi, har 2 haftada 1 marta. Umumiy mana shu Platinum, Premium mustaqildan tashqari coffee breaklar bo'ladi, Supermiya Box bo'ladi, ularga ham networking, ya'ni o'ta asosan tadbirkorlar bo'ladi va ular bir-biri bilan networking juda ham qiziq tadbirkorlik asosiy narsa. Mehmon spikerlar bo'ladi. Spikerlarni o'zi yaqin orada xudo xolsa e'lon qilib qo'yaman. Endi mustaqil tarif 3.997.000 so'm, premium tarif 4.997.000, platinum tarifi 20.997.000, VIP tarifi 24.997.000 so'm. Xo'p, endi nima uchun bunaqa narx? Men o'zi narx isbotlash yomon ko'raman juda ham. Sababi nimaga? Chunki qanaqa narx qo'ysam ham shaxsan men uchun arzon deb tuyulaveradi. 12 yil vaqtim olgan bu narsa, 12 yil mobaynida men mana shu narsa bilan shug'ullanganman. Hamma narsani bitta joyga kompilatsiya qildim. Tem bo'lib hali sizlar sovg'alar haqida eshitganingiz yo'q. Sovg'alar haqida eshitganlar. Lekin har doimgidek maxsus taklif bor. Maxsus taklif quyidagicha. Mustaqil tarifi 2.897.000 so'm, premium tarifi 2.997.000 so'm va platinum tarifi 10.997.000 so'm, VIP tarifi esa 12.997.000 so'm. Faqatgina hozir va faqatgina shu yerda. Endi asosiy narsa, qarab turinglar. 100% to'lov qaytarish kafolati bor. Bu narsa haqida gapirdim. Timer tugaguncha joy band qilgan insonlar. Timer hali chiqqani yo'q. Nimalar qo'llarga kiritasizlar? Minimal joy band qilish summasi 300.000 so'm. Agar timer tugaguncha joyingiz band qilsangiz 300.000 so'm bilan, qolganini 5-chi shu boshlang'ich to'lashingiz mumkin bo'ladi. Hozir men bu narsani aytaman. 18 minut mobaynida timer bo'ladi. Va bugun kechaning asosiy sovg'alar. Birinchi sovg'a. Bu super usul kitobi. Qaranglar, mana. Mana kitob, mana bu yoqdan ko'rsataman. Qaranglar. Super usul kitobi. Mana bu kitob nima haqida? Bu kitob mnemonika orqali xorijiy so'zlarni eslab qolish. Xususan bu ingliz tili so'zlari bor. Adashmasam, bitta bir 3600 ta so'z bor, asosiy so'zlar va asosiy narsa bu yerdan olgan bilingizni любой tilga ishlata olasiz. Любой so'zlarni, любой istalgan xorijiy so'zlarni eslab qolishga, chunki bu illyustratsiyalar bor, qanday qilib eslab qolish mumkin, assotsiatsiyalarni qanday qilib shakllantirish mumkin. Bu yangi kitob, takoy 400 betli kattagina kitob. Mana bunaqa ko'rinishda keladi sizlarga. Uyingizga bu bepul eng qizig'i. Просто kursga qatnashganingiz uchun mana shunaqa ustida paketi bilan keladi. Bu birinchisi, absolutni bepul. Hech qayerda hech qachon berilmagan bu narsa hech kimga. Xo'p, keyingi sovg'a, ya'ni birinchi sovg'ani tushundinglar, miya sirlari master klassimizda oladigan birinchi sovg'angiz bugun bu super usul kitob. Hech qayerdan topilmaydi, hech qayerda sotilmaydi. Xo'p, ikkinchi sovg'a Supermiya kitobi. Supermiya mana bu kitob. Mana asosiy kitoblarni uni qarab turinglar. Mana bu kitob. Bu birinchi kitob, mana opus magnum, asosiy kitobim bo'lsa kerak. Bu men hayotimdagi asosiy kitob. Nimaga? Chunki Supermiyada hamma narsani yiqqanman, полностью. Bu kitob ichida ustiga ham bekor yozganim yo'q. Bu kitob hayotingizni o'zgartiradi deb mnemonikani A dan Y-gacha hamma narsani yozib chiqqanman. Полностью lokatsiyali usul o'zimni Millennium sistemamni ham даже bu yerda tushuntirganman. O'zbekistonda sanoqli inson ishlatadi Millennium sistemani. Bu yerda buni ham tushuntirganman. Manbalar, tekst eslab qolish, so'z eslab qolish, hamma narsa bor. PO sistemasi bor. Любой sistemani buning ichidan topsangiz bo'ladi. Ya'ni xotirani mukammal darajagacha olib chiqishadigan mana shu kitob bor. Mana shu ikkita kitob sizlarga sovg'a. Xo'p, keyingi masala, qarab turinglar. Keyingi masala Supermiya Planner. Supermiya Planner bu yangi ishlab chiqqan narsamiz. Bu yerda juda ham ko'p narsa bor. Buni 12 oy ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda ham konspekt bor, bu yerda ham checklistlar bor, indikatorlar bor, bu yerda kunlik rejalashtirishlar bor, bu yerda mana bunaqa stikerlar uchun joylar bor, Leninberger rejalashtirish tizimi uchun joylar bor, mana bunaqa joylarni tayyorlab qo'yganmiz. Qisqasi, hamma narsa bor ichida. Ya'ni bu narsani 1 yil ishlatasizlar.
1 yil mana katta chiroyli usti mataga bo'lgan planer. Ya'ni mana shu 3 ta narsa bugun kechaning bonusi. Joiz band qilib kursga qatnashadigan bo'lsangiz, dalch to'lov qilib, mana shu 3 ta narsa bepul bo'ladi. Bepul. Ikkita 450 betlik katta kitoblar va plus planer. Endi qaranglar. Davomiga dalch. Xo'p, demak, Foundation kursi odatda ertaroq boshlanadi Superman o'zidan. Foundation kursida siz miyangizni tayyorlaysiz nagruskaga. Agar mabodo joizi bugun уже полностью 100% to'lov qilib olgan bo'lsangiz, 5x ko'proq natija beradi Foundation kursi. O'rtacha siz уже bugunning o'zida kurs ochib berishadi. Ya'ni to'lov qilishingiz bilan kurs ochib berishadi, sizlar bilan bog'lanishadi, kurs ochib berishadi. Kurs tayyor turibdi. Uni prosto Supermanni transformatsiyani yangisini boshlagunimizgacha o'qib tursanglar bo'ladi. Keyingi 5-sovg'a Promnimanis degan sovg'a. Professional darajagacha xotirangizni olib chiqmoqchi bo'lsangiz, mana shu kursning ichiga polniy hamma narsa joylangan. Qanday qilish shug'ullanish, erta turish, rejimni to'g'irlash, ovqatlanish, miya rivojlantirish, gibka fikrlash anaqasi, diqqat yig'ish, qisqasi polniy mavzum shug'ullangan hamma narsalar bu narsaning ichiga joylangan. Kursdan taxminan 10x natija olinadi. Promnimanis kursi yakunida beriladi. Supermanni o'qib bo'lganingizdan keyin bu kurs ochib beriladi, polniy davom ettirasiz o'qishni. Xo'p, dalsha Prompt Engineering. Bu yerda уже spetsialistlarni yollaganmiz. Prompt Engineering 2.0 sun'iy intellekt kursini tayyorlaganmiz. Nima uchun? Sababi juda oddiy, bu aktual. Sun'iy intellektdan foydalanish meni nazarimda hozirgi kunda hamma bilish kerak. ChatGPT bazasida qilingan, yigitlar ancha zo'r ma'lumotlarni ichiga joylab berilgan. Bu prям sizlar uchun bonus, yana bitta qo'shimcha bepul kurs bo'ladi. Tayyor baza, promptlar bazasi qanday qilib gaplashish kerak, sun'iy intellekt qanday qilib dangasini yengish uchun ishlatsa bo'ladi, til o'rganish uchun ishlatsa bo'ladi va hokazo. Qisqasi juda ham katta ichida baza bor. 7-sovg'a, 80 ga 20 degan sovg'a, 80 ga 20 metodi, ya'ni qanday qilib kamroq ish qilib ko'proq natija olish mumkinligi haqida bitta kurs bor. Money making kursi, bozorni o'rganish, qanday qilib rezyume tayyorlasa bo'ladi, qanday qilib MVP qilsa bo'ladi va hokazo. Mana shu haqida kurs polностью qisqasi agar bozorga kirmoqchi bo'lsangiz, professional spetsialist bo'lib turib, bu narsani qanday qilib amalga oshirishingiz mumkinligi haqida. 9-sovg'a, asl narxi 3 million deb yozib qo'yishgan. Bu Anvarbek Baxtiyorov kursi. Bizni marketingimiz kursi. Fokus samaradorlik, bozorga qanaqa foyda olib kirishingiz mumkin. Bu yerga juda ham katta daromad qiladi. UTPni kuchaytirish va hokazo. Qisqa qilib aytganda, bozorni o'rganib, qanday qilib pul qilsa bo'lish haqidagi kurs. Bu ham bepul beriladi. Xo'p, demak, 10-sovg'a 697 mingdan sotilgan bu bir paytlar Black Cube degan kursimiz. Black Cube shaxsiy rejalashtirish bo'yicha eng kuchli kursim bo'lsa kerak menimcha. Ichiga juda ham ko'p foydali narsalar solingan, mini darslardan ko'pgina dars qilingan. Haqiqatdan ham o'ta sizlarga zo'r ta'sir qiladi. Xo'p, demak, keyingi sovg'a Daho farzand degani, kimni farzandi bor, plus qo'yib yuboringlar iltimos. Kimda farzand bor? Menga pluslarni bosib tashinglar. Sovg'alarni o'qib, men ham charchab ketdim. Kimni farzandi bor, kim kelajakda farzandi Daho bo'lishni xohlaydi? Farqi yo'q. Farzand. Akramxon namani pulim yo'q. Aka, okey. Bepul masterklassda qatnashyapsiz-ku o'shanga hamda. Pulingiz yo'qligiga ham. Normalmi? Tak, pluslar bosyapsizlar. Qaranglar, Daho farzand nima? Menga millionlab savollar keladi. Bolani qanday erta o'qitish mumkin? Bolani xotirasini qanday rivojlantirish mumkin? Bolani qanday daho qilish mumkin? Bola bilan nima qilish kerak? Qanday o'qish kerak? Miyasini qanday rivojlantirish kerak? Polностью ichiga joylaganman. Mana sizlarga tayyor narsa. Bu sovg'a bu ham. Tushunasizlarmi? Endi mana shuni endi agar qanaqadir qadrini tushunadigan bo'lsanglar, bilmadim. Men unaqa ota-onalarni tushunmayman. Lekin masala nimada? Qanday qilib bola bilan ishlash mumkinligini prям tug'ilganidan boshlab hamma database meta-analizlar bilan birgalikda mana shuning ichiga joylaganman. O'zim pedagogman. Meni kasbim pedagog. Endi 100% to'lov qilganlarga super insom seti bor. Ichiga 4 ta kurs qo'shilgan. 4 kurs qo'shilgan. Super utskum bor, antidangasalik, super insom 2.0 bor. Hech qayerda berilmagan super insom 2.0. Armiyadan ham boshqa narsadan boshqacha super insom o'zi bor, antidangasalik bor. 4 ta kursi set qilib qo'shilgan. Bu ham sovg'a. Xo'p, demak, yana bir marta mana mustaqil premium, platinum, VIP tariflari tak, demak, mustaqil tarif 2.897 ming, premium tarif 2.997 ming, platinum 10.997 ming, VIP 12.997 ming. Endi qaranglar, men bular va undan tashqari bu 3 ta bo'lsa, 12 ta bo'lsa, plus minus
Tak. Plus minus bizda jami mana shu 3 ta narsa uyli. Eng qizig'i mana shu aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa. Mana bu bepul uyliga yetib boradi. То есть dastavkasini ham o'zimiz to'laymiz. Hozir tushuntiraman. Qaranglar. Tak, joy band qilish minimal summasi 300 ming so'm. Nimaga joy band qilishim kerak deb boshingiz qashlaydigan bo'lsangiz, joyingiz band qilsangiz, hamma sovg'alar ushlab qolishadi. Qolganini to'lov qilganingizdan keyin sovg'alar kursi ham beriladi sizlarga polностью. Lekin joyingiz band qilmasangiz, timerdan tashqari mana pastda 18 minut turibdi. Siz уже katta ehtimol bilan sovg'alarni olamiz. Endi qolgan to'lov 25-aprelgacha amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Va sizlarga hamma sovg'alarni berishadi. Kurslarni ham ochib berishadi. Endi to'lov qilish tartibi. Birinchi qadam Telegram kanaliga kirasiz, havolani bosasiz yoki YouTube'da bo'lsangiz havola tashlanadi mana shu yerga. Keyin mana bunaqa joy ochiladi. U yerga ism, familiya, iltimos telefon raqamini to'g'ri yozinglar. Sababi sizlarga mana bu narsalarni jo'natishadi va sizlar bilan bog'lanishadi. Telefon raqamini to'g'ri yozinglar. Undan keyin tarif tanlaysiz pastda. Men shaxsan o'zim doim mana shu tarifni sizlarga tavsiya qilaman. Bu premium tarifi. Agar tadbirkor bo'lsangiz, agar pram networking kerak bo'lsa, haligi VIP ishlayman desangiz, VIP yoki platinum tavsiya qilaman. Lekin premium tarifini ichidagi qiymati ancha baland. Hatto mustaqil bilan pastda narxi bir xil bo'lyapti skidkada. Endi to'lov qilish tartibi bu yerga kirganlar davom etish bosasizlar, u yerda payme, klik yoki uzumdan to'lashingiz mumkin bo'ladi. To'laganlardan keyin chek yuklash kerak bo'ladi, keyin qaytib. Chek yuklash kerak bo'ladi. Da qaytasizlar, chekinglarni yuklaysizlar. Sizlar bilan bog'lanishadi уже, to'lov tartibi shunaqa, bog'lanishadi. Taxminan 48 soat ichida sizlar bilan bog'lanishadi. Xo'p, demak, timer yoqishimdan oldin bitta yangilikni aytaman. Meni tabriklaylar, iltimos. Supermiyaga Xudo xolisa 5 yil bo'ldi. O'tgan 2020-yil aprel oyida, ya'ni 20-aprelda hozir mana bizda bitta yigit bor. Komandamizda bitta yigit bor. U yigit birinchi Supermiyada qatnashgan. 5 yil bo'libdi, tasavvur qilyapsizlarmi? Tabriklashinglarni xohlayman. Menga chunki men uchun bu bayram. Sababi 5 yildan beri onlayn bozordamiz. Men bilmadim, yana kimdir bormi 5 yildan beri bizga o'xshab xuddi shuncha 46 mingta odam o'qitgan odamlar. Xudo biladi, har holda foydali ekanmiz, bozorda qoldik. Sizlarga rahmat. Mana tortni ham tayyorlab qo'yishibdi yigitlar. Xo'p, demak 3 2 1 ochildi. Ketdik. Boshladik. Voy. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, demak timer ketdi. Rahmat katta. 4 top qo'ysanglar bo'ladi. Все. Tem bo'lib menga mumkin emas hozir. Rahmat, 5 yil bo'ldi Supermiyaga. 20-aprel kuni Supermiyani tug'ilgan kun. Supermiya loyihasiga 5 yil bo'ladi. Men hozir boshim. Xo'p, deb ketdik. Tak, havolani tashiylar boshlandi. 17 minut vaqtinglar qoldi. Yana bir marta men bir chekkadan hammasini aytib o'taman. Mana 4 ta tarif. Mustaqil 2897 ming. Просто tak onlayn kursni o'zingizlar o'qib olsangiz bo'ladi. Sizlarga ham lekin anaqa bor. Polniy bonuslar bor. Premium tarif 2.997 ming. Bonuslar masalasi. Daho farzandni qo'shganim men juda ham xursand bo'ldim, chunki ota-onalar ko'p. Oranglarda bolam qanday qilib xotirasini rivojlantirsam bo'ladi, bolamni qanday qilib kitobga o'qitishga qilsam bo'ladi va hokazo. Keyin Supermiya kitobi 450 bet sof faqat xotirani rivojlantirish haqida bitta ortiqcha so'z, gap hech narsa yo'q. Bu cho'tka kitob. Men отвечаю, mutaxassis sifatida ayta olaman. Ikkinchi masala Super usul kitobi. Bu kitob xorijiy so'zlarni mnemonika orqali eslab qolish. Aynan xorijiy so'zlarni eslab qolish haqida. Bu yerda polностью tushuntirilgan. Mana bunaqa telefonni yetib boradi. Mana. Bu ham bepulga yetib boradi bu ham, agar bugun ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va mana bunaqa planer. Bu narsani 12 oy ishlatishingiz mumkin. Ichida shaxsiy konstitutsiya bor, checklistlar bor. Mana bunaqa boshda Leninberger tizimi uchun joylarni qoldirilgan va hokazo. Endi 7 hafta mobaynida kurs davom etadi. Plus 1 oy mobaynida hali kuratorlar sizlar bilan ishlaydi. Men deb yozinglar, kim o'tdi? Men bu o'chdi. Anaqasi. Men isminglarni o'qiyman agar men deb yozsanglar. Tabriklaganlarga hammaga rahmat. Supermenga 5 yil bo'libdi. Men hayron qolaman. 5 yil qanday qilib tez o'tib ketdi. Keyin taqdimotdan keyin, timer tugagandan keyin уже naq qilamiz. Xo'p, demak. Bahosi qancha? Bebaho. Qimmat. Yo'q, qimmat degan tushuncha yo'q, akalar. Qimmat degan narsa bo'lmaydi, unaqa. Noto'g'ri gap. Bu nisbiy narsa.
Da, kitoblarni kursiz olib bo'lmaydi, конечно, olib bo'lmaydi. Xo'p, demak, men to'xtata olmayapman. O'qish uchun to'xtata olmayapman. Shuncha odam men deb yozyapti. Tak, Shavkatbek Ro'ziyev, tabriklayman. Umidjon Hakimov, tabriklayman. Maqsadbek Qilichbekov, tabriklayman. Barno Xalturayev, tabriklayman. Pullikmi? Da, pulli. 2.997 ming. O'zi 4.997 ming aslida olganda. No, skidka bugun. Xo'p, larni yana bir marta tushuntirib o'taman. Qaranglar, to'lov qilish tartibi masalasi. Telefonni ko'rsatib bering biram. Qaranglar, taymer paytida men taymer ketyapti. 15 daqiqa vaqtinglar bor. Bir nechta bonusimiz bor. Aniqrog'i bonuslarni boya bekor etmani o'tirib olinglar deb. Sababi taymer paytida o'zi mana boshdan oladigan bo'lsam, bizda quyidagicha. Ya'ni 3.997 ming mustaqil tarif, 4.997 ming premium, platinum 20.997 va VIP 24.997 ming. Endi maxsus taklif bo'yicha, ya'ni mustaqil tarifi 2.897, premium tarifi 2.997, platinum tarifi 20 milliondan o'rniga 10.997, VIP tarifi 12.997. Endi to'lov qaytarish kafolati bor, bonuslar masalasi. Timer tugagungacha joiz band qilsangiz, agar misol uchun 3 million pulingiz yo'q hozir, keyin yana bitta kimning puli naqd bo'lsa, prosta kirib joylarni band qilib qo'yinglar, o'sha paytda qilishingiz mumkin bo'ladi. O'sha paytda bo'ldi. O'sha paytda o'zingizlarni aniq qilsanglar bo'ladi. Ya'ni tak hozir qarab turinglar. Joylarni band qilsanglar 300 ming so'm bilan hamma anaqalarni ushlab qolishadi sizlar uchun va ertaga sizlar bilan o'sha bog'lanishadi. Qolganini keyin 25-aprelgacha to'lsanglar bo'ladi. Mana timer turibdi pastda 14 daqiqa. Asosiy sovg'alar. Birinchi sovg'a mana bu kitob. Bepul uylarga boradi. 400 betlik kitob. Xorijiy so'zlarni mnemonika orqali eslab qolish uchun. Xo'p, yo'q, bu kitob hech qayerga berilmagan, hech qayerga e'lon ham qilmagan, hech kim ko'rmagan ham bu kitob. Sizlardan boshqa. Birinchi marta shu master klassda ko'ryapsizlar. Kanalda ko'rdinglar. Xo'p, demak, Superman kitobi. Opus Magnum. Meni hayotimning eng asosiy kitobi bu. Mana shu 12 yil shuning ichida bor, полностью. Xo'p, demak, dalish. Superman Planner, mana bunaqa planner. Bu ham uylarga jo'naydi. Qisqa qilib aytganda, mana shu полностью uylarga bepulga jo'naydi. Mana shu narsa. Xo'p, dalishi. Bu sovg'a bepul. Agar kursga qatnashadigan bo'lsangiz. Dalish Foundation kursi, buni polni to'lov qilsangiz, sразу ochib berishadi sizlarga. Foundation kursi, kursdan taxminan Foundation o'qiganlardan keyin Superman kursidan o'rtacha 5 barobar ko'proq natija olasizlar. Xo'p, tayyor turibdi bu kurs. Minimalis Pro degan kurs tayyorlaganmiz. Ya'ni Superman tugagandan keyin qatnashsanglar bo'ladi bu kursga. Tugagandan keyin qatnashsanglar bo'ladi. Aniqrog'i tugagandan keyin ochib berishadi. Davom ettirasizlar o'qishni, haqiqatdan ham o'ta kuchli natijalarni olasizlar. O'rtacha yigitlar 10x gacha bo'lishi mumkin. Ya'ni Superman'da o'qib turib, yana boostdan o'tib qilasizlar, 10x qilasizlar. Xo'p, prompt engineering kursini tayyorlatganmiz. Bu kurs ichida уже mutaxassislar bizga yordam berishgan va qanday qilib GPT ni ishlatish mumkin, sun'iy intellekt nima, sun'iy intellektni qanday qilib o'qish jarayonida ishlatasiz, qanday qilib study uchun ishlatsangiz bo'ladi, qanday qilib kitob o'qish uchun ishlatsangiz bo'ladi. Umuman olganda, qanday qilib nastroyga qilish kerak, promptlar banki bor va hokazo. Keyingisi 80 ga 20 degan kursimiz bor. Buni ham tayyorlab qo'yganmiz. Bu ham bepul, полностью. Qanday qilib kam ishlab ko'proq natija olishingiz mumkinligi, qanday qilib asosiy ishlarni qilishingiz mumkinligi, farqi yo'q qaysi sohaga tegishli. Money making, pul qilish haqida, bozor o'rganish, MVP asosiy masalalar, marketing asosiy qoidalari, odamlarga ta'sir qilish, networking qurish va hokazo. 9-sovg'a, bu ham sovg'a bepul bo'ladi. 10x daromad kursi, bu yerda Anvar Baxtiyorov, marketing nima, bozor qanday o'rganish kerak, qaysi nishani tanlash kerak, pul qayerdan topsa bo'ladi va hokazo. 12 daqiqa vaqtingiz qoldi. Xo'p, demak, 10-sovg'a Black Cube. Rejalashtirish bo'yicha eng kuchli kursim mana bu shu bo'lsa kerak. Ya'ni bilmadim, ko'pchilikka yoqadi shu kurs ayni. Ichida hamma narsa bor, rejalashtirish, kompaktni darslar qilib chiqilgan. 11-sovg'a Daho farzand. Hurmatli ota-onalar, bu sizlar uchun. Bu yerda men bolani miyasini rivojlantirish haqida juda ham такой ценный asosiy informatsiyalarni berganman. Bu informatsiya katta meta-analizga asoslangan, undan tashqari o'zimning tajribamga asoslangan va umumiy oladigan bo'lsak, men pedagogman. Ya'ni men bola tarbiyachisiman, men o'qituvchiman. Xo'p, faqat 100% to'lov qilganlarga 4 ta yana qo'shimcha kurs. Bilmayman, bu darajada ko'p bonuslar hech qayerda bermagan bo'lsa kerak. Xo'p, mayli, dalishi. Mustaqil 2.897, premium 2.997, platinum 10.997 ming va VIP tarifi 12.997 ming. Deyarli 2 barobarga hamma tariflar arzonroq berilyapti bugun. Okey, jon band qilish summasi, minimal summasi 300 ming so'm.
300 ming so'm. 10 daqiqa vaqtingiz qoldi. Qolgan to'lovim 25-aprelgacha qilsanglar bo'ladi. Mabodo pulingiz bo'lmay qoldi kartada yoki yana tam naqdinglar bor, qanday to'lashni bilmaysizlar. Prosta o'tinglar va joylarni band qilib qo'yinglar. To'lov qilish tartibi birinchisi Telegram kanaliga o'tasizlar. Havola bor, ichiga